Ovozimiz chatoq yo'q deymi? Yo'q, inshaalloh chatoq yo'q. Meninkidan chatoq chiqmasa, siznikidan chatoq chiqmas inshaalloh. İnşallah. Tamam. Bismillah. Qani. Maydonga urinib bo'ldik. Tamam. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan aziz qarindoshlar, hammanglarga fidoyi do'stlar, Ahmad Qashig'aridan o'tli salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga davlat va davlatchilik hukmi va ularga aloqador ba'zi atalg'i hukmlar haqidagi tushunchalarni bilimimizni biroz chuqurlashtirish maqsadida maxsus mushu sohalarda izlanib kelayotgan yosh ziyolilarimizdan, o'g'illarımizdan Nijat Turg'un afandim ekranimizda. Bugün Nijat Efendi'nin taqdim qilishida bu vaqtdagi egilagan ilmini birlikte o'rganamiz inşallah. Assalomu alaykum Nijat Efendim, hoş geldiniz. Aleykümselam. Allah razı olsun. Nijat Turg'un ism bilan diasporadagi qarindoshlarımizga asosan tanishdik. Shundaqdan bir qisqacha bir tanishib o'tib ketsak, shaxsiy uchurlar aloqador qisqacha bir yangi ko'rgan qarindoshlarımizda hatta tushunib qolgan qardoshlarimiz bir to'g'ri bilish va anglayotgan so'zimizning kimning og'zidan anglayotimiz degan masalada kallasida bir aniq oydinlashib ketgan bo'lsa degan maqsadda shaxsiy kimlikdan kichikina bir qistirib qilib o'tildi. Hoş rahmet. Aldıdan gepimni başlaştım burun. Aldıdan Fidayi Qarindoshlar programmasiga sizlarning uzun dönem qilib kelgan programmaga Muşu fırsatını bizga bugün belgelenler için aldığın teşekkür ettim. Ve şunun bilen ekran yüzündeki barlıq Şərq Türkistanlıq vatandaşlara otlıq salam yollayım. Benim ismim Nijat Turg'un. Vatanның Şərq Türkistanның Ürümçi şəhərində doğulub çoğ olğan. 2004 yıldan buyan Şivsiyada iqamet qılıb turuyatdım. Ailem ve 4 farzandim var. Siyasi ve teşkilatçılık hayatım 2006 yılı Uygur Maarif Uyuşması kurulğandan buyan bu teşkilatta hizmet kılıp kelyaptım. Teşkilatның 2 qatımlıq reislik vazifesini ötüdüm. Onundaki hazırki vazifem Uygur Maarif Uyuşması'nınki siyasi məsləhətçisi. Ve 2018 yılı 4. aydan buyan Türkiye'de kurulğan Uygur Tədqiqat İnstitutu'da o yerdə birlikte Doktor Erkin Ekrem Malımның yetekçilikle o yerde birlikte hizmet kılıvatımız. Anandan keyin okuş tarixim bolsa Şivsiyada'nın Stockholm Üniversitesi'de Halkara Münasebet ve Devlet Siyaseti bilimini okudum. Ondan keyin Şivsiyada'nın Stockholm Üniversitesi'ndeki Şərq Asya ve O'rtaşarlıq biliminiki Şərq Asya Tədqiqat Üniversitesi okuvatım hazır. Anandan keyin Şivsiyada yine özümüzün dava işlerinden başka Şivsiyadaki Çartaş 2008'de onun okşaş başka yerlik teşkilatlarda mı hizmette buldum. Okuş ve başka kişilik tarihim meşeğici tanıştırıp diye kalganını Allah nasipse. Allah razı olsun. Ondaqda bugünkü oturup koymak olan temlarga alaqadar ilimning kelish manbasi şu yuqorida o'qigan yerlarning hammasini jug'lanmasmi yo ma'lum bir yerda maxsus birlik kelgan ilmning natijasi. Emmesini desek buldum deylik ki okunumuz bizden asasen şu siyaset, devletler arasındaki münasebet ve bugün hazırki asaslık merkezi kalatta Şərq Asya'daki devletler olanın içki kurulması şu doğruluk derslerin olanın terakkiyatını şunun ergişip tetkik qilib kelimiz. Hem de bir siyaset degen imide devlet en mühim aktör hesaplandı. Yani en mühim
iş elip bağıcı desek buldu endi. Hı hı. Şoňa bizning vatandaşlarymyzningki bu hukmni eniqlamay turup bir siyaset ep barma ýa-da siyasetni düşünme, siyaset teklif kılma dese bu taz yaxşı we togry teklifge baranmaslyk mümkin. Hı. Şoňa meninki negizini başta döwletni düşünüş we döwlet we onunğa alakadar hukmlarny düşünüş bu siyasetni togry analiz kılışda togry hareket ep berişden ait muhim rol dep garaýman. Şoň muş temini bir köpçilik bilen bir ortaklaşa dep şu niyet maksatda bugün ekran aldyp turýardym. Allah razı olsun. Hem de iniqlaştı, yani aydınlaştı. Yani bugünkü yaş ziyalilerimiz arasında bu siyasi meydanlarımızda ve milli istikbalımızda başka tutmasak bulmaydıgan mezmunlar katarında izdiniş yoktu bu. Şu izdenişin ortaklaşış dep düşünsek boğduk. Toğra. Köp rahmet. Sizge rahmet. Bugünkü programımızdan temisi bayatını ilan kılgımızda devletçilik iddisi ve onun alakadar ufkumlar değildi. Çünkü bu biraz çoğun gepço bu. Bir akademiya yoki bütün milletin ziyalileri birlik keltirip durup anaki kozukdan bizden qaqsaq yaxşı boladigan talaş tartışma işçide qilib avamga pişqanni siz ko'rsatish lazım bolgan bir narsa bolganligi uchun yana bir so'rab etdim men. Rahmet. Undaqda siz öğrengen ve işengen qaylı olan prinsipler, hukum yani düşünceler ilmi şekildeki bir izahatlarga göre devlet diyen zat nime? Avval bu yerden kelgen başlan bolsak. Men zagır tilde etsem men birli cümlege nim kılma. Özümüzden halk asarak düşünüş üçün devlet diyen nime dese bir mahluk dep deymen men. Yani imansız, yani hiç kanda bir dini olmagan, hiç kanda bir vicdan olmagan, hiç kanda bir ahlak olmagan, fakat özünki mevcudiyetini saklap kılış ve özünki âli menfaatini qoğlaş üçün her kanda vastını kılıdıgan, özünün bütünlükini saklap kılış üçün her kanda vastını icra kılış üçün yanmaydıgan bir xil siyasi organ dep qarayman. Köpünç adamlar bunu devletni ahlaki noktadan yakomsuz noktalardan analiz kılmız ama yakın zamandaki bulup şu ulus devlet nimisi kelgen çağda bularning hareket kılış şekli muşu şekilde maňa degen özüňki hiçbir din, hiçbir ahlaki nimisiga asaslanmagan halatda fakat özüň mevcutlygyny saklap kılışlam üçünlam ki özüň keňeýmeçilik siýasatyny ep beriş arkaly üçünlam ki muşu halatda hyzmat kılıp keldigan bir organ emdi. Undaqda hazırki siz oturup koyatkan bu izahat bugünkü mevcut kurulma sistemisiga göre devletning ifade qilgan hukmi bu deyiş mümkün. Toğra. Yani tarixda nurgun devletler ötken bir ig'iz gep bilen o gavaldaçılıkni isbatlaş üçün bütün kavimlerning taqdiri bir xil bir taraflı bolup ketadigan qanlıq uruşlarni başdan keçirgen, ahlak prinsiplerini birinci orun koygan degendek tarixda nurgun devletler ötken. Onun ismi öz vaxtida hazırkı kelim boyunca devlet değilmiş mi? Palançı memlekette imparator padişahlık sulalisi yoki imperiyisi şekildeki isimlerle atalgandı da. Bugünkü devlet atalgısı bilen kollanıp kelayotgan ve mevcut devletler özünün devletlik salayetini ispat kılgan mezmun hazırsa oturup koygan mezmun bolgan boldu o zaman. Hoş. Allah razı olsun. Hoş, ondaqda devletçilik iddisi degan gap bar arqada. Şarq Türkistan xalqının devletçilik iddisi qandaq iken? Avval mevcut altını bir kögellerini anlap bakamdık yoki mandaq boluş gerek degan düşüncelikni anlap bakamdık. Endi tarixda mesela yakın zamanda biz iki qatlam cumhuriyetni kurduk. Onun da devlet gripinin aslı qarsak 4 tane asas prensip var: qeyrindaşlık, uquvat, adalet deydigan bir neçe 4 tane nimeni quyuqluqdi. Bu şu davrdagi şu Şarq Türkistan devletininki, İslam Cumhuriyetininki asasi devletçilik şu 4 xil nimeni prensip asas qilgan bir devletçilik ideyasi var buningda. Yani bugünkü gündemi vaziyetning taqozosi, dünya siyosatininki özgürüşü, bizning kutayotgan ve biz ehtiyot qilmasak bo'lmaydigan ba'zan hadislar, atrofdagi cho'ng kuchlar bizga tahdid bo'lib atgan. Bu hadislar, bu narsa sababidami biz Uyg'ur Tadqiqot instituti Sharq Turkiston tinchlik ideologiyasi, yani tinchlik mafkurasini
uzun men tadqiq qilyapmiz va bu to'g'risida izlanyapmiz. Bunun nimesinde demo men to'xtalma birden turib nimede mesela tinchlik deb qalsa bu insonlarga ait boş anglish mumkin. Bugungi kunda vatanimiz besvilangan tursa nima uchun tinchlik deysizlar, mustaqillikdan voz kechmoqchimi unda bunda deganchu. Bu yerda deganimiz tinchlik deganimiz hech qachon mustaqillikdan voz kechdi deganligimiz bizning oxirgi maqsadimiz shu mustamlika zamindan mustamlika qilg'uchi shu kuchni chiqarib tashlab u yerda bir o zamanda mustaqil hakimiyetni kurup tinchlik barpo qilish. Chunki tinchlik bütün mevcudiyetninki, insoniyatninki, hayvonlarninki, hatta o'simlik daldaraq ziroatlarning tatib bularning yashashi va mavjudlik bo'lishi va taraqqiy qilish uchun tinchlik eng asosiy va zaruriy bo'lgan bir shart. Tinchlik bo'lmagan hech qanday bir yerda yashash imkoniyati bo'lmaydi. Bunun en tafsil to'g'ri endi to'xtalma. Bu shu bugungi dunyo mediasida tinchlik huquqini nima qilayotgan, ko'tarayotgan asli narsa bizning zamonimizda tarixda qo'llanib kelayotgan xotirjamlik degan mazmunga yaqinmi yoki ayrimmi bu mazmun? Sizcha? Men tinchlikni biroz kengroq deb o'ylayman. Xotirjamlik bo'lsa, bir narsaning xotirjam bo'lgan, ansiz olmagan holatni ko'z tutildi endi. Mening tushunchimda. Ammo tinchlik bo'lsa, urush bo'linmagan, inson bir xotirjam bir muhit bo'lgan, ondan keyin insonlar emas, bütün canavar, bütün mahluqotlar bir yashash imkoniyati va taraqqiy qilish imkoniyati bo'lgan vaqtda bir mezgilni, bir holatni ko'z tutimi. Shu tinchlikning nimasi bütün nayt kengri va nayt cho'ng deb qarayman. Ham bu bugungi kunda buning yana bir sababi, masalan, buni qo'yishimizningki biz bir nayt bir muhim bir o'ringa joylashib, O'rta Osiyo atrofimizda nurg'unlagan cho'ng kuchlar va u yer urush bo'layotgan o'rinaydi ziddiyatlarga to'lgan bir rayonga joylashgan. Bu tinchlikning chiqishi atrofdagi cho'ng kuchlarni uxlayotgan yilonni o'yg'u tutish nimasimi bo'lmaydi bu yerda va dunyoda bugungi nurg'un yerlarda bir krizis, urush bo'layotgan, qalayimqanchilik bo'layotgan, ocharchilik, xavfsizlik, xavf bo'layotgan nurg'un mushta bir mezgil. Bu mezgilda tinchlikning chiqishi faqat o'zimizga emas, dunyoga bir chiqish yo'li izlagan bir ideologiyaning birisi hisoblanadi. Uningdan boshqa Türk va islom dunyosida nurg'unlagan ziddiyatlar va masalan, mayli islom sunniy shiya masalasi bo'lsin, turklarning turk xalqi bo'lsin, O'rta Osiyodagi bu ham bir tinchlikka ehtiyojli bo'lgan rayonlar. Demakchi o'g'limiz bizning Sharqiy Turkiston tinchlik mafkurasi yoki tinchlik ideologiyasi faqat o'zimizga tinchlik emas, özümüzge, Euro-Asiyaga ve bütün dünyaya bir tinchlikni xohlaydigan müştaq bir nayeti büyük ve nayeti kengaytirilgan bir ideologiya. Allah razı olsun. Undaqda devletçilikka, yani devletga bir qaytili bir qadam, devletni tashkil qilgan bugungi dunyo davlatlarini tashkil qilgan asosiy omillarni qaysilar deyish mumkin? Nimini devlet dedik? Yani onun futbol, paçkı veya bir canavar dedik ki bunu özünün mevcutluğunu saklap kılış için hiç nersige hiç kandak bas tanlamaydigan bir mevcutluk dep bir betbeşir nerse otura çıktı. Yani bunun terkibine bir nazar taşlap bakkan bolsak. Hoş. Hem de devletni bir mutafakkirlarniki, siyasi analizchilarniki qo'ygan nimasi bo'yicha bir nechta nuqtalar qistilgan chog'da davlat bir siyosiy organ bo'lib, uning sentrallashgan bir hukumati va o'zi erishgan haq-huquqni ma'lum bir jo'grafiyalik doira ichida ishlatiladigan haq-huquqning bir siyosiy organ deydi. Andan keyin qonunliq bir haqqi bo'lgan qonun nizomlarni o'zining xalqining ustida belgilangan territoriyada yurgiza oladigan, ularning ustidan ijro qila oladigan ve askeri güçünün monopolligiga ve şu güçni puhralarını qo'g'dash ve puhralarını vaqti kelgan chog'da ularni majburlab davlat ishlatkizoladigan, ma'lum bir harakatlantiroladigan ashnaq bir nimaga bir siyosiy organ deb qarasak bo'ldi. Buningda to'liqroq belgini Max Weber germaniyalik jamiyatshunosninki nimasida biroz to'liqroq beribdi. Davlat yana bir majburiy bo'lgan bir siyosiy organ uzluksiz tilda harakat qilib turdi. Bu bir siyasi organın onda atılışının sebebi bununki hizmetçileri üzlüksüz halette öz erişken haklılık, fiziklik gücünü
özünün məqsədini, xizmətlərini qilish jarayonida üzüksüz xizmət qilib bardı debçu. Yani qısqacha aytganda davlatninki bir necha muhim omillar bor bu yerda bir yig'inchoqlasak. Birinchi bir belgilangan bir territoriyada deydi. Belgilangan bir territoriyada anandikin qonunliq haqqi bo'lishi kerak deydilik. Qonunliq e'tirof qilingan xalq tarafidan berilgan bir qonunliq haq va bu haqni o'zininki territoriyasini fuqarolarni qo'g'dash yo'lida ishlatiladigan bo'lishmish territoriyaning ichi va sirtida. İşçide ve ananki sırtından gelen düşmanın nimisini qoğdanish üçün. Hem de devletning e'tirof qilinishi üçün yani ba'zan shartlar ketadi masalan. Keyingi nuqta qarasak devlet e'tirof masalan ma'lum bir idoralar bo'lishi mumkin, shirkatlar bo'lishi mumkin. Ularning askeriy kuchi bor, ular belgi darajada o'zining askeriy kuchini ishlatalaydi, o'zining xizmatlarini nimaga ola oladi, ishga sola oladi va ularni qo'g'day oladi. Unda bumi bir davlat bo'la olamdi? Yo'q. Davlat bo'lishningki bir necha shartlari bo'ldi masalanchu. Buning birinchi nimasi bir tuproqi bo'lishi kerak. Masalan, belgilangan bir rayonda bir chegaralar tuzilgan, ya'ni qo'shni davlatlar bilan bir o'zaro e'tirof qilishgan bir tuproq masalasi oldu. Biz özünün nimisinde, dairesinde özür igdaçılık kıldıgan. İkincisi şu tuproqda yasaydigan halka buluş gerek. Şu tuproqның özü yaşap, şu yerde terakki edip, şu devletninki belgen hukuklardan faydalandigan ve şu devlet belgen mecburiyetini orunda öteydigan, şu mecburiyetini orundaydigan bir halk buluş gerek. Üçüncü şartı devletninki özünün ilgilik hukuk buluş gerek. Bu devlet ichki jihatga egalik huquqi qonun tuzash, qonun chiqarish, qonunni ijro qilish, andan keyin boj yig'ish, boj elish, ma'rif sistemasini tanqitlash, farovonlik sistemasini tanqitlash, sahiyat tuzumlarini radga silish, buni idora qilish, hatto andan keyin askariy va iqtisodiy o'rinlarning bularni tartibga solish va bularni boshqarish, andan sirt o'zining territoriyasi va xalqini vaqt kelgan chog'da barliq nimalarni silib bularni qo'g'dash. Bu üçüncü nokta buldu, yani ilgilik hukuku. Dördüncü nokta olsa hükümet, bu devlet kurulgandan keyin bu devletin idare kıldığan bir türküm insanlar buluş gerek. Bu narsa mı bo'lmagan chog'da bu narsa devletin idare qilishdan boshqa ve başka qo'shni devletler bilan o'zaro siyosiy ve diplomatik bir aloqa qila oladigan vakolatchi bir kishilar bo'ladi. Bu saylam orqali vujudga keladigan gap. Bu vujudga kelgandan keyin buni bir hukumat deb nim qilamiz. Bu to'rt narsa 1933-yildagi Mentosion Amerikada va bir qatorliq bir nechta davlatlarning nimasidan asosiy to'rt nuqta davlatninki asosiy to'rt nimasi deb belgilanib chiqilgandan keyin ko'pincha holatda o'sha to'rt nuqta, to'rt shart o'rinlangan chog'da andan keyin bir davlat deb e'tirof qilindi. Endi savol kelishi mumkin ham davlat ya'ni tuproq xalq huquqi, yani ilgilik huquqi. Lekin ona tuzilmilse yani. Onu devletninki işlerini icra kıldığan organ yani hükümet. Yani mesela tuproq bulup, xalq bulup, ilgilik hukuk bo'lgan chog'da albatta devletning idora qiladigan bir insonlarga ehtiyoj bor deb holatda. Sirtqi devletlar bilan o'zaro aloqa, iqtisodiy va siyosiy, diplomatik aloqa qila oladigan vakolatan ve şunun bilan birlikte devletni qo'g'day oladigan ve devletni idora qila oladigan bir grup, bir tanlangan bir organ bo'ladi. Bu hukumat bo'ladi. Bu to'rt narsa bo'lgan chog'da boshqalar tarafidan davlat deb e'tirof qilindi. Bu davlatmi boshqa davlatlarni davlat deb e'tirof qilib o'zaro bir-biriga hurmat qilgan, tuproq butunligiga, zamin butunligiga, ilgilik huquqiga o'zaro hurmat qilishgan holatda bir dunyoviy bir sistemini qurib chiqadigan gap. Uni biz xalqaro sistemasi ve xalqaro jamiyat deb nim qilamiz. Xo'sh. Hem devletni nima harakatlantirdi degan savol. Endi bu maxluqni nima narsa harakat keltirishi mumkin deb bir insonlar so'rashi mumkin, ham davlat qanday harakat qildi deb. Devletni abaytin degandek ideologiyalar hareketlendirdi. İdeologiya devletninki hareketlendirgüç mini aparatı. Muşi qanday qildiki ideologiyaning bo'lishi bu devletning shu xil shaklda harakat qilishga boshlaydi. Masalan, Osmanlı İmparatorluğu'dan bir misal vereyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun asas ideolojisi dünyaya adalet
tinchlik va farovonlik kelishdi. Shu xil ideyani qo'llab, shu xil ideologiya bilan harakat qilib, ya'ni qizil olma tushi deydigan bir nimani tiklaydi bular. Tiklab, kichkina bir yezi sakra nimasiga kichkina bir qabila yurtidan 3 tane qit'aga kengaygan bir imperatorlik bo'lib, dunyoga 500 yil hokimdor bo'ldi masalan, Osmoniy imperatorligi. Buning eng asosiy yetakligich kuchi bo'lsa, shu ideologiya bo'ldi, ya'ni davlatninki. Mesela Amerika devletini alaylı, bundan 300 yıl kaynak qaysak Amerika'da bir devlet yoktu. Amerika'nın kimi özünki bir devlet ideologiyası var, dünyada demokratiya ekiliş, erkinlik, adalet, beraberlik deydigan. Muşu şekilde, muşu ideyani koygankin dünyanın arkadaşlarından nurgulanan serxil baylar, akıllık insanlar, en ilgari insanlar berip bu devletini kurup, dünyada bugünkü günde bir asırga yakın, hazır dünyanın en çok küçük hocayını bulup, dünyaya yetekçilik kılıvatıdı mesela. Bu ideologiya şu devletninki hareketlendiriş nimesinde en mühim amillarınki birisi. Anonkin kanun tüzümle meyli devlet özü tüzgen kanunlar bulundu. İçki nimede halkıga icra kılındıgan. Bu mu devletinin hareket kılış nizamnamasını haritsin sizdiğen gibi. Bunun başka devletler halkara münasebetlerde başka devletler bilen özara hemkarlıkta işilip berişte bir ortak imza koyuşkan bir toxtamlar, kanunlar bulundu. Devlet bununla amal var bununla əgişke ve bunu orundaşka nim kıldığan gep, hareket kıldığan gep. Çünkü bunu orundamayan ekvalasında da devletinki abayten degende haqlıq, hukuki acizleşidigan gep ve barabara yokutup koyduğan gep. Başka devletler bunu sen bununla nim kımıdığın dep başka devletin oturuştu mu özünün abroyunu tüküdüğün gep şu devlet. Özünün işençini yokutuduğun gep eğer kanunluğa geçmişse. Bu mu bir devletini hareketlendirdiğin ve hareket nimisini çekleydiğin ve şekillendirdiğin mühim amillarınki birisi. Anonkin halkninki kıymet qarashları oldu mesela. Yaşavatkan şu devletin puhralarınki. Bu mu devletninki nimisiga ta'sir qiladi. Endi bu en mühim amil emas, ama devletninki ideologiya nimisini şekillendirishde ve devletini hareketlendirishde bu halkninki kıymet qarashi, halkninki istekleri mu bu devletninki hareket gücüge ta'sir qila oladi mesela. Mesela bir devletde ma'lum bir narsani xohlamasligi mumkin devlet icra qilishga, ama bütün xalq qo'zg'alib biz mashning nemisini muhim deb qaraymiz, bu bizning nemimizda nihoyat jiddiy deb bütün xalq bir qo'zg'alib bir harakat kelsa, devlet ichki muqimlikni nimani xalqning nemisini arzusini keltirish va bu qalayimqanchilik chiqishining oldini olish uchun hareketga keladigan gap, majburiy holat-ku. Uniki xalq fikri asr qilish orqali masalan Mısır nimedeki Arap bahari mezgildimi nurg'ungan xalqlar qo'zg'aldi mesela, nurg'ungan davlatlarda hokimiyat almışıp davlat sistemleri almıştı mesela, çünkü davlatdagi huquq tutayotgan insonlar. Şun xalqninki mu qimmat qarashlari davlatni harakatlantirishda muhim omillarning birisi deb qaraymiz. Anondikin to'rtinchisi eng jiq ta'kidlanadigan davlat manfaati deymiz, biz nihoyat jiq deymiz buni, ama eng tushunmaydigan nuqtamizning birisi shu. Ya meninki yeni bir abaytin degan devletning maxluq deyishimning sababininki bir şu. Çünkü devletni en jiq hareketlendirilgan güç, devlet kündelik meşgulatida, ichki ve tashqi meşgulatida en asaslanıp hareket kıldıgan güç ve nokta, muşu nokta bulduğun ali menfaat. Mesela devlet özünü saqlab qilish uchun ma'lum bir sirtqi kuch hujum qilish mumkin. Onu saqlab qilish uchun devlet onun özünün territoriyasını saqlab qilish uchun ali menfaat qo'g'dash uchun askarni avatib, yani qo'g'daydi masalan. Ma'lum bir yaxshi ko'rmaydigan bir qo'shin davlati bor, ama o yerdan kelgan bir iqtisodiy bir manfaat bor. Onun manfaatini olish uchun davlat onun bilan aloqa qilib, to'xtamlarni tuzib, onun harakat qilish mumkin. Shuning uchun bu oliy manfaat davlatning harakatlantirish kuchida eng muhim rol o'ynaydigan bir nuqta. Biz nurg'un vaqtlarda o'ylab qolamiz, masalan, davlatning nimisi, devlet bizga igi chiqqan bo'lsa, biz ish chaqirayotgan bo'lsa debchu. Devletlar hech qachon bizga ish chaqirtmaydi. Devletlar oliy manfaatni chiqish qilib nuqta qilgandan keyin eng asosli bu oliy manfaatiga bizning taqdirimiz, bizningki talab qilayotgan narsamiz udul tushgan vaqtda bizga yordam qiladi. Masalan, ma'lum bir davlatni, kuchli bir davlatdan bir, ya'ni bir xalqi bir nima so'rab keladi ekanda, yordam.
Bizni anda ezdi, bizni mında ezdi dep degenden keyin sen bu sözüngni çirkov qo'yib so'zla deydi ekan. Sen biz sana yordam qilsak bizga nima manfaat bersan? Biz sening yordam qilish bizning davlatimiz uchun qanday bir manfaatlik deydigan savolni qo'ydi ekan odam qaytirib. Desa odam javob bermaydi ekan. Shunga agar biz sana yordam qilsak biz sendan cho'qim manfaat olishimiz kerak. Manfaat chiqmagan ishga biz nima basmaymiz degan nimani javob berdi ekanda. Shunga bu bizde jiq uchraydi-ku bu narsalar. Masalan, qaysi kunistiki 2000 dani qarindishimizning ahvolini deb o'tib ketdi. Bu yerda bir programmada bir telefon qilsa, hal bo'lib ketadi, ularni qutuldirdi, unda bunda deb. Bu 5 yoshli kichik bolaninki kompyuter tushgan tushiga o'xshash narsa. Hech qachon hech bir davlat o'ziga manfaat kelmagan asosda bunday narsalarni qilmaydi. Shunga bu davlatlarning o'tirishga munosabat, davlatni harakatlantirish, biz siyosiy xizmatlarni olib borganda bu davlatninki oliy manfaati nima? Bugungi kundagi oliy manfaati nima? Uzoq mezgillik, qisqa mezgillik oliy manfaati nima? Bu narsani yaxshi tushunish, yaxshi analiz qilgan chaqda anandan keyin bu davlatlarni o'zimizning davosiga harakatlantirib qila olishimiz mumkin. Shunga bu nuqtani nihoyat yaxshi tushunish kerak deb qarayman. Shunga oliy manfaat to'g'risida biroz jiqroq to'xtalmoqchiman. Sen keyingi nima ko'rsak, davlatning oliy manfaati. Misal kichikgina bir chikit qo'ygim keldi mening. Xo'sh. Undaqda biz tarixdan buyon, tarixdan sen uzoq ketmisin, yoki shu oxirgi mustamlika hayotini boshimizdan kechirgandan keyingi chet el faoliyatlari, chet el da'vo yo'llarimizda bir masalani xato izolab ketdik undaqda. Xo'sh. Bayatan kichik bolaga o'xshabdiki, yordam qilmadi bilan ketdik. Asli yordam qildiranmadi, mablag' soldiranmadi degan so'zni ifodada yordam qildiranmadik, yordamni qo'lga keltiranmadik o'zimizga. Xo'sh. Bu şekilde ifodalagan bo'lsa, o chaqda biz kamani yoki tatılashni o'zimizdan izlagan bo'larkanmiz degan bir kalla aqlga bir ishorat kelyapti. Shuna deyish. Xo'sh. To'g'ri, men shuna deb qarayman, bu bizning bu siyosatimizda biz ko'p nimalar joylashgan, nurg'unlagan davlatga, nurg'unlagan nimalarda harakat olib boryapmiz. Shunga bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bu davlatlarningki oliy manfaatini, Xitoy bilan bo'lgan manfaatini dushmanimiz. Bularning o'tirishki munosabatlarni inchga nihoyatda yaxshi tadqiq qilib munoyiz qilgan vaqtimizda bu davlatningki bizga tutishilgan oliy manfaatlarini yechib chiqilib bo'ldi buning uchun. Bizdan qanday foyda olaydi va bizdan ehtiyoji bormi shu narsada-ku. Anan keyin bizning qanchalik kuchimiz bor. Bu nuqtalarni jazmlashtirib o'zaro kirishtirgan chaqda davlatning oliy manfaatini chiqish qilib o'zimizning talabimizni o'tirib qo'ya olamiz. Asasan bugun Xitoyning bugun cho'ng bir yo'l bir balvoq proyekti bor masalan. Bu davlat 70 dan ortiq davlatlarga tutashgan o'xshamagan yo'llardan, o'xshamagan sohalardan tutishug'liq masalan. Yevropadagi nurg'un davlatlarga tutishug'liq, munosabat o'rnatug'liq buning yaqinlashish nimasi bor. Masalan o'zimizning davlatida mushlarniki oliy manfaati, shu iqtisodiy oliy manfaatini ko'zlab, agarda sen bizni qo'llasang, munda manfaatga erishsan deydigan bunda şekilde bir munosabatlar, bunda şekilde davarımızı yaparsak, hozirgi davarimizdan nimamiz, ishlarimiz ko'p taraqqiy qildi deb o'ylayman. Bir qarindishimiz telefon o'g'iz kelib ketdi, va telefon ovozini anglab baqili. Ulanmaydi o. Xayriyat. Ben slaytni yutkay, anglish bo'lmay qoldi. Davlatning oliy manfaati degan nima masalan-chi? Davlatning oliy manfaati, bu yana fransuzdan kirgan so'z aslida. Raison de state deydi ularga. Davlatning mavjud bo'lishining sharti, eng oliy maqsadi masalan-chi. Bu ikki xilga ayrıldı mesela. Tarafsız ve tarafli holatda deb. Tarafsız holatga davlat manfaati bo'lsa, davlatning telefon ulanib qoldi. Xo'sh, savol bo'lsa, mana o'tgan bo'lsak. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ovozingizni sirtqa ichib etdim. Gap qilsangiz bo'ldi. Va alaykum assalom. Ahmadjon apandi Nejat Qayranchim shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Men Avstraliyadan Nurvatma Umid Musabay. Xo'sh. Men Umid Qayranchimizning
Nicat Kayranışımızdan bu sözlerden mezmununu görüp rastlansam intihar memnun oldum. Hoş. Yani bu körürmen kayrandaşlarından haberi boğunu dek bu memmo yani müştemilanı düşündürüş için hareket kilovatına ikrarladı. Ben fakat bir qancha narsani şu Nicat Kayranışımız degan bir qancha narsaning muhimlik darajasini bir körürmen kayrandaşlarga bir eskartib o'tish yuzasidan telefon qilyapman. Nicat Kayranışımızdan deganlarning hammasiga qo'shilmayman yani %100. Hoş. Çünkü bizga kerak narsalar dal mushularcha asli. Mayada hamdilqi ekranda benimle sözlegende bazı narsalar sözleydigan narsalar jiqilg'ashqa mundaqla so'zlab o'tib ketamiz. Ama körürmen kayrandaşlar eng muhim yerleri qilib kelib, boshqa yerlari talashda cho'kitib qoladi-chu. Şuna hazır Nicat Kayranışımızdan degan ikki nuqtasiga men qayrandoshlarımızdan alayda ko'ngil bo'lishini, ashkirga alayda diqqat qilishini eskartish uchun telefon qilyapman. Hoş. Birincisi Nicat Kayranışımız mundaqla deb o'tib ketdi. Osmanlı'nın Qizil Alma ideologiyasi deganchu. Bu narsa amaliyotda bek muhim narsa-chu. Chunki şu Selçuklu yıkılıp yani aşı narsaning qanchalik muhimligini mundaq tasavvur qilsak bo'ldi. Selçuk imperiyasi yıkılıp bütün Türkler şu beyliklerge bölünüp küçük beylikler olib ketgan vaqtida aşı yerdan şu avval yıkılıp bu Türklerni bütün qo'g'lab chiqarimiz, Anatoliyadan qo'g'lab chiqarimiz deb shundaq cho'ng urushlar bo'layotganda bir odam chiqdi. Ertuğrul Gazi deb hozir filmlerimde işleniyotidiku. Bu adam şu öldü, Türkler tügidi, devleti yıkıldı, qo'g'lab chiqarimiz, tozlaymiz degan yerda şu bir ümit bilan şu kichkina bir ümit qolgan oxirida şu Ertuğrul Gazi başlagan hareketi bilan tirilish davrichu, qaytadan tirilish davrini yoshdi. Ondan keyin Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'ga kelganda olsa kuruluş devredeydi, qaytadan devlet kuruldu. Ondan onun oğlu Orhan Gazi'ga kelganda olsa yükseliş devredeydi, qaytadan imperialistga o'tdichu. Şunun için külümü tügedi, bularning bütün külünü biz tozdu ve bularni sürüp çıkımız degan yerden qaytadan Osmanlı imparatorluğunun kurulup qaytadan şu qit'aga kengayishadi Nicat Kayranışımız degandek. Şu bir Qizil Alma ideologiyasidan bo'ladi. Yani şu dunyoga adalet, dunyoga haqni akilimiz degan şu bir ümit butunlay tugagan millatni qaytadan tug'izdi-ku uni. Shuning uchun bu narsa bek muhim. Bizning hozir Sharq Turkistonliklarning şu bir ümidimiz qoldi-ku. Şu narsadan, şu umiddan qaytadan şu külünün işçiden qopqulu bo'ladi. Ve bu tarixte nurgun qitim bo'lgan Nicat Kayranışımız degandek şu bir Qizil Almadan kichkina bir qabila beylikdan 3 qit'aga yayılgan imparatorluk tug'iladi. Bu narsa muhim. Shuning uchun shu narsani alayda bir ta'kidlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. İkinci muhim narsa bu nimani? Bu oliy manfaat degan hukmchu. Hoş. Bu oliy manfaat degan hukmni Kayranışımız degandek biz faqat tushunmayapmiz. Yani biz şu medialarga so'zlasak, bir yerler görüp derdimizde anlatsak, bir yerler görüp yig'lasak, bizga ish chaqirib ketib yordam qildi degan maqolani tashlash kerak-ku. Bu hukmni o'zgartirish, butunlay o'zgartirish kerak. Biz şu Nicat Kayranışımız degandek şu nimani şu davlatlarning har qaysi ikki davlatning o'rtasidagi munosabatni to'g'ri analiz qilib, to'g'ri tushunib, şu yerga biz milliy manfaatimizni qanday qisildırib ekirimiz. Biz ashyaga ekirgan vaqtimizda şu davlatga qanday foyda bo'ladi. Shu narsa to'g'risida boshqartirishimiz kerak. Medialarga so'zlasak, yoki bir hukumatlarga görüp yig'lab bersak, bizga ish chaqirib ketib yordam qildi degan narsani o'zgartirish kerak-ku. Bu narsa bizning milliy manfaatimiz. Mesela hazır lagerlarning taqilishi, ahvolimizning yaxshilanishi, undan keyin Sharq Turkistonning mustaqilligi qanday qilib boshqa davlatlarning milliy manfaati bilan parallel keladi.
Yana bir nokta tinchlik degan narsa Sharq Turkistonning mustaqilligi o'sha rayonning va yo'g'onqanda dunyoning tinchligiga qanday turtki qo'shadi. Chunki bu tinchlik, muqimlik degan bütün devletlerinin milli menfaati bahanesi şu rayon tinch tutsun, mening rayonim tinch tutsun degan narsa bo'ladi. Şuna şu noktalar pek muhim. Nejat Qayranishimiz bundaq depli o'tib ekranda men so'zlaganda tushunaman, bundaq depli o'tib ketamiz, so'zlaydigan narsa chiq, ammo shu narsalarga kelgan vaqtida ko'rarman qarindoshlarimizning biroz astoydil, ya'ni onun hukmni to'g'ri tushunishi, ba'zi bir kaldadagi ba'zi qarashlarni amalga asta bo'lsa-mu o'zgartirishga tirishishini umid qilaman. Shuning uchun telefon qildim. Ko'p rahmat. Bo'ldi. Eşkilinlarga rahmet etme. Allah'a emanet. Maq. Allah razı olsun. Qo'shimcha reklam bo'ldi haqiqatan. Nurg'un insonlarda qo'shimcha tavsiyaning roli alohida ta'sirchanlik bo'ladi. Xuddi bir kitobning kirish so'ziga o'xshash qardoshimiz imzo atgan bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Biz so'zlaganda tushunimiz deb anglag'uvchilarni bizga o'xshash deb ba'zan tezcha so'zlab o'tib ketganmiz. Tushunmagan narsa bo'lsa so'ray deb umid qilishimizning telefon qilib muhim nuqtalarni eskartib qo'ygani ko'rmanlarning diqqatini texniye yaxshi diqqat berishiga bir sababchi bo'lishi mumkin. Qanishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Oliy manfaat degan nima? Davlatning oliy manfaati qanday bo'ladi degan mazmunga kelgan tushunaqmi? Xo'sh. Oliy manfaat odatda qisqa mezgillik va uzun mezgillik bo'ladi. Qisqa mezgillik bo'lsa vaqtliq ma'lum bir ishlarni bartaraf qilish uchun bo'ladigan manfaatlar, uzun mezgillik manfaatlar bo'lsa, shu davlatninki uzun mezgillik o'zininki jo'grafiyasi, tarixiy, qo'shin-qo'llanmalari, kuchi va xalqininki cho'ng kichikligi va u davlatdagi har qaysi millatlarning butun nimasini chiqish qilgan holatda bir davlatninki uzun mezgillik bir manfaati va maqsad nishoni bo'ldi. Mushni chiqargandan keyin manfaat bo'lsa, bu davlatninki objective national interest deydi, ya'ni tarafsiz holatdagi bir davlat manfaati, ya'ni buni uzun mezgillik davlat manfaati desak bo'ldi. Masalan, Turkiyaninki nimasini bir misolga bersak, Turkiyaninki uzun mezgillik manfaati bo'lsa, shu davlatda nim bo'lish, bir rayonlik bir kuch bo'lish va shu yerda bir tinchlik hosil qilib, shu yerda taraqqiy qilish ve rayonluq kuch bo'lib, shu yerni bir gullantirish deydigan mana bir nimasi bor Turkiyaninki. Bu holatda Turkiya mushni chiqish qilgan holatda uzun mezgillik nim qilib, masalan, hozirgi qisqa mezgillik manfaatlar bo'lsa, kichik davlatninki hal qilmasi bo'lmaydigan bir muhim jiddiy bir masalalar var, masalan, sirtdan boshqa tashqi kuchlarninki nim qilishi, ishga kirib ba'zan terror guruhlarininki nim qilishi, ba'zan ma'lum bir kichik krizislar boshqa davlatlar bo'lgan. Mushu masalalar davlatlarninki Turkiyaninki masalan kichik manfaatlari bo'ladigan nim qilgan gap. Mesela Sharq Turkistonning bir hozirgi gerçi Sharq Turkiston davlati zaminni tatqiz qo'ygan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston davlatining Sharq Turkistonninki uzun mezgillik manfaatini deb nim qilsak, masalan bir tushunish bo'lish uchun yana bir misol beray. Mustaqil davlat qurish bo'ladi, masalan, mushni qurish uchun barliq xizmatni qilish, mushu mustaqil davlatni qurish. Bu Sharq Turkistonninki uzun mezgillik davlat manfaatimiz bo'ldi. Yani bu eng muhim. Bu o'zgarib bo'lmaydigan, bu bizning qizil sisqimiz. Shuning uchun tin tatmay kechkunduz harakat qilish kerak endi. Sharq Turkistonniki qisqa mezgillik manfaati, qisqa mezgillik nimasi bo'lsa, masalan, lagerlarni taqash, inson haqlari masalasini hal qilish, shuning degandek manda bir nimalar bo'ladi endi-ku. Tushunishli bo'ldimi bilmayman, ammo agar men tushunishlik deyolmagan bo'lsam, qarindoshlarniki vaqtida telefon qilib so'rasa bo'ladi endi har qachon. Men javob berishga har qachon tayyor. Keyingi nima yani shuni qaraganda bu davlatning manfaati uzun mezgillik va shu vaqt xarakterlik ikki xil deb ayrılamdı ekan. Vaqt ikki xil bo'ladi odatda. Uzun mezgillik manfaati bu o'zgarmaydi shu davlat shu tuproq bo'lgan emasda. Mesela miyada deganimizdek coğrafyası, tarihi, qo'shni-qo'llanmalari davlatniki o'ziniki energiya manbasi, puhralari, u yerliklarning bu hamma nuqtadan chiqish qilgan holatda bir uzun mezgillik o'zgarmas bir manfaat bo'ldi davlatniki.
Andan keyin qisqa mezgillik bir manfaat oldu. Vaqtliq siyosat, vaqtliq hukumatning o'tirishi, ma'lum bir ideyadagi hukumatning o'tirishi. Kichik nimalar masalalar bo'lsa, bu vaqtli qisqa mezgillik manfaat oldu davlatninki. Ama biz abay degandek tinchlik hamma davlatninki uzun mezgillik manfaat. Mesela devlet kurulması qanday bo'ladi deb savollarni so'rashimiz mumkin. Biz hozir devlet kuruş aldı turayotgan devlet kurmoqchi bo'lgan bir millat buni tushunib nima qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Devletning ko'pincha devletninki ijro qilish, mesela hükümet devlet tuzilgan qonunlarni ijro qildi mesela. Andan keyin loyihalash, qonun chiqarish ve karar berish, mesela cinayetçiler nima qilib qolsa, uninga jazo hukm qilish, uninga bir nimalarga o'zaro talash tortishga nimalar kirib qolgan chog'da, mesela bu sotga qaratildi deydiku, 3-chi nimasi. Mana bir xil 3 xil o'rinda bo'ldi. Mesela Amerikaning nimasi kelsekmi, Prezident Trumpning nimasi ijroiyatchi kuchga kirdi, ijroiyatchi qismiga. Ma kongressmenlar, senatorlar bular nima kirdi? Qonun tuzguchi o'ringa kirdi. Ali soti bo'lsa, bular qaror chiqaruvchi, ya'ni hukm qiluvchi nuqtasi kirdi. Davlatlar ko'pincha shunga asosan bo'lindam deyildi. Bunda qurilmaning tuzashning maqsadi butun kuchlar davlatninki ma'lum bir apparatiga yoki ma'lum bir guruh kishilarga yig'inchoqlanib davlatda haddidan oshgan bir kuchga ega bo'lgan diktator bir guruhga shakllanib qolmasin degan holatda ko'pincha davlatda kuchni mushtan bo'lib o'tadi parchalarga masalanchu qilib. Andan keyin davlatning shakli bunday shakldan bo'lishi mumkin. Davlat umumiy qurilmasida bir cho'ng hokimiyat, hukumat, undan boshqa hokimiyatning ostida, ya'ni davlat ostida kichik davlatlar degandekchu, masalan, buning tipik shakli, misoli Amerika ve Germaniyada müştəri niməli rayonlarçu, mesela Palan rayonu, Pustan rayonu, mesela bir ştatı, yeni bir ştatı degəndəkçu. Mesela devletin asası bir çoğun bir kanun var, onun astığı basaq bu ştatlarının kimi bir-birisiga oxşamaydigan bir kanunları var mesela. Bularning kimi müştəri 3 xil kanun tüzəş, icra qilish ve karar berish şu özünki ştatı mezgildiçu. Aşına nima qilgan kanunlar bordiki. Bu mu bir devlet kurulmasındaki bir xil görünüş şekli. Endi keyingisi görsek, devletlerninki, hükümetlerinin şekli qanday bo'ladi normalda. Bunun misallarında mesela prezidentlik sistemisindeki devletler var. Mesela Türkiye, Amerika degandek. İkincisi parlament şeklindeki devletler bo'ladi. Mesela Şivisiya, Gollandiya, yani başka devletlerden mesela. Andan keyin yerim prezidentlik sistemi şekildeki devletler oldu. Mesela Fransiyada hem prezident var hem baş minister var. Bu ikisininki vazifesi oxşama şekilde bölüngen. Mana şekildeki devletler bo'lishi mumkin. Andan keyin taxtdan tushmaydigan albatta devletlarning shakli bo'ldi mesela, diktator devletler mesela. Xitoy, Shimoliy Koreya, nimaga o'xshash, Rossiyaga o'xshash. Devletler abaytan deganimizdek ideologiyalik nimasimi devletlarning harakat qilishiningki o'taldırgıcı motori, mengsi bo'ladigan gap. Bu holatda ko'pincha zamonimizda eng jiq uchraydigani konservatizm. Bu ko'nilikni, ya'ni ko'nilikni tashviq qiladigan emas, ya'ni ko'ni devletning asosiy nuqtalari bo'lgan qimmat qarashlari, mushu nuqtalarga nihoyat cho'ng intayin ko'p ahamiyat beradigan bir xil ideologiya. Yani konularını targ'ibat qilmaydi, ama o'zininki, shu millatninki, shu xalqninki asli qimmat qarashlarini, asli sistemlarini eng muhim o'rinlarni qo'g'dab qilish shakldagi nima qilgan ideologiya. Ikkinchisi liberalizm ideologiyasi. Buningda biroz insonlarninki erkinlik nuqtasini eng muhim degan chiqish qilgan holatda nima qilgan ideologiya. Undan keyin sosyal demokratik ideologiyasi. Masalan, Shimoliy Yevropada bu eng nihoyat kengri nima qilgan, avj olgan Gollandiya, Norvegiya, Şivisiya, Finlandiya qatorliq davlatlarda bu sosyal demokratik nimasi, ya'ni sosyalizm bilan kapitalizmni o'z-o'ziga teng mujassamlashtirilgan bugungi kundagi eng yaxshi davlat modellarininki, davlat nimasiniki birisi. Undan keyin nasionalizm, ya'ni davlatchilik, millatchilik nimasini yuqori ko'targan. Bu yerda millatchilik deganim irqiy millatchilik emas, ya'ni umumiy xalqninki millatchiligi uchun davlatga bo'lgan.
Anakin yeşillik siyaseti nemisi ideologiyası, mesela muhitni qoğdaş, muhit meseleleri, muhitni asraş degan nuqtalarni aytib chiqib tutgan yeşillar hareketi, mesela Avrupa parlamentinin var bununki. Nuqtalardan keyin yaqinqi natijalarda keng avjilayotgan populizm ideyasi, yani bu yilqi xalqni orqaga ilib turib, boshqalarning nimasiga nim qilgan mayni xalqim uchun menda nim qilma, xalqimning nimasi deb mana nim qilgan ideologiya buningda iliq ma'lum partiya yoki nima emas, ya'ni xalqninki istiki degandekchu. Bumu Sharqiy Yevropada va dunyoning boshqa joylarida avjilashga boshladi masalan. Buningdan boshqa nurg'unlagan ideologiya davlatda mavjud bo'lish nimasi bor albatta. Bu bizdan boshladimi bu, ha? Bumu bor, bizdami bor masalan, xalqim uchun, xalqimning nimasi uchun ma'ni qilma, xalqimning uchun ma'ni qilaman degandekchu. Endi Sharqiy Turkistonninki davlatchilik ideyasi qanday bo'ladi? Biz buni Uyg'ur tadqiqot institutininki nimasidan bir necha yildan buyon bu to'g'riliq boshqatirib. Bunun kirishdan ilgari hozir 3 turdagi hukumat sistemasini bugun dunyoda bazat yapayotgan yoki davr surayotgan 3 tuzum bo'ldi hozir, ha? Prezidentlik tuzum, parlamentlik tuzum, endi xalq egiligidagi tuzum. Yerim prezidentlik tuzum deymiz. Bundan hem prezident mi buldu hem baş minister mi buldu? Nima yo'q bunun içinde padişahlık tuzumda yo'q mu hazır? Mesela parlament tuzum nimiste mesela Şivsiyada mesela özümün turayotgan yani misal keltirib berey. Bir monarxiya bir padişahlık şekildeki parlament şekil nimisini sistemisini algan devlet nimisi deymiz. Ama padişah özünki bütün siyasi hukukudan elip taşlangan bir yerde. Fakat simvollik karakterdeki bir rolga ega ve devlet atısı şekilde. Ama yine devlet şekli moderne, yine terakki qilgan devlet ve hükümet şekliga ega. Ama padişah yine mevcut. Şunga o'xshash Yevropadagi nurg'un davlatlar mushu shaklni qo'llanib kelganlik. Hatto Angliya mu masalanchu. Tamam, bizning vatanga hozir qaysi yoki biz qurmoqchi bo'lgan hukumatga qaysi muvofiq keladi degan mavzuga o'tmadik qachon, ha? Yo'q, bu taxi endi mening shaxsan nimam bor, endi buni davlat qurgandan keyin maslahatlasakmi kechikmaymi deb o'ylaymiz. Ha, tamam. Mayli, endi bo'lsa keyingisiga o'tiladi davomiga. Xo'sh. Ideologiya. Sharq Turkiston davlatchilik ideologiyasi, bunun ismini tinish shakldagi paravalliq davlati qurish bizningki asosiy nimamiz. Biz tinchlikni xohlaydigan, ham shuning bilan birga tinchlik xohlagandan sirt, ya'ni xalqimizga bir paravalliq yaratadigan bir davlat bo'lamiz Sharq Turkiston nimamizda. Ham bu yerda abaytan savolni o'zim qayta qo'yma. İnsanlar so'rashi mumkin, bizni besib olgan tursa, mustamlik qilgan tursa, sen shunaqa holatda tinchlik desang, mustaqillikdan voz kechgan bo'lamiz, bu voz kechdingmi unda bunda debchi. Tinchlik deganlik mustaqillikdan voz kechganlik deganlik emas, aksincha biz shu tinchlikni barpo qilish uchun, shu tinchlikka to'salg'u bo'lgan har qanday kuchni, bu tinchlik to'salg'u bo'lgan har qanday kuchni, har qanday hokimiyatni bu yerdan chiqarish uchun har qanday vositani qo'llanish bir zaruriyat bo'ladi. Demek çoğunum düşünüldü mü? Tinchlikni barpo qilish uchun shu bizningki davlatimizning shu zaminda shu tinchlikka to'salg'u bo'layotgan har qanday bir bosqinchi hokimiyat, har qanday bir to'salg'u bo'lgan kuchni yo'qotish, bu elitish uchun har qanday bir shart, har qanday bir vosita zaruriyat bo'ladi. Demek bu yerda bizning tinchlik ideologiyamiz mustaqillikdan voz kechganlik emas, aksincha mustaqil bir davlatimizni qurishga aktiv holatda undaydi. Ya'ni shu sen zaminni insonlar so'rashi mumkin masalanchu, sen bu davlatni qursang nima ish qilsan debchu. Ba'zanlarimiz tirnog'imizni tatlab o'tirishimiz mumkin, shu mustaqil bo'lamiz, shu boshqa ishimiz yo'q debchu. Unda bo'lsa boshqa nima bo'lmasa, u yana qilganning nima foydasi? Ma'lum bir davlat bo'lganki, ma'lum bir nimang bo'lish kerakda, qimmat yaratishing kerakda, ma'lum bir yaxshi ishni qilishing kerakda, yoki bo'lmasa ma'nosini olib kelman deydigan bir ideyang, harakating bo'lish kerakda, bir g'oya nishoning deydigan bunday savollarni so'rash mumkin.
Bazen siyasetçilerimizin sorgan mezgilli var mesela. Sen Şarkı Türkistan'ın kelgisi devlet kurup kaçsan sizlerinin devletçilik ideyanla kanda buludu yakımız kanda şekildeki devletin kuruslan dep. Bunu biz şu nersimiz pişmagaçka şu çağdaki adamlarımız onu halkın belgeleyip ötep ketken işler oldu mesela. Ama bizden nimimizde bunu kabul kılışımız mümkün ama garipninki siyasi felsefesinde siyasi kıymet karışta bu bir siyasi boşlukluk dep karaldı. Çünkü biz bir devlet kurumuzda bereket kılıp atkan bir güç boğandan keyin, bir halk boğandan keyin Şarkı Türkistan halkı. Bu nersimiz bizden hareketimiz başlanıştan burun pişip oturgu çıkıp buluş gerekti. Biz yani manda desek programsız bir kompüterniki hareket kirişip ketken şekli okşayımız bu işimiz için. Yani programı kaçılanmagan ya Windows ya kimisi başka bir program için. O kaçılanmagan programma hareket kılıp atıdı mesela için. Şunun için bu devletçilik ideolojisi nait mühim ama Ümit Karinçimiz mi dedi? Kiçikine bir ideolojiyanın ki doğru olan ideolojiyanın ki ölüm girdavaga yo'qlik qilib berib qolgan bir xalqni nereden nereye kelganlik ki? Aşınanga ishinib, aşınaң üçün tirishib, aşını ishonga uzluksiz harakat qilgandan keyin aşınaq bir imperator bir kuch bo'la oldi chu. Albatta biz bugun dunyoning har qaysi chechilib yetishimiz mumkin, aciz bo'lishimiz mumkin, kuchimiz yo'q bo'lishi mumkin, ammo biz to'g'ri bir ideologiyaning orqasidan uyushganligimizcha uyushib, hamkorlashganligimizcha hamkorlashib, mushu kuch qarta, mushu ideya bo'yicha harakat qilsak, biz hatta davlatimizni mustaqil qilishimiz, balki butun dunyoga o'zimizniki bu go'zal tinchlik ideologiyamizni kengri yaya olishimiz mumkin. Bunda bir imkoniyat bor, albatta bunda bir bo'shliq. Şuna bizden kıldığan işimiz bu tinchlik ideologiyasiga ishonish ve bunun nimasi bo'yicha harakat qilish. Endi bu tinchlik ideologiyasininki ikkinchi nuqtasi bo'lsa, Sharq Turkiston nimasida huquq va erkinlikni barpo qilish. Bu yanda huquq albatta nihoyat muhim. Bu yanda davlat qurilgandan keyin bu davlatdagi fuqarolarninki hammasinin huquqi o'xshash bo'ladi. Hech kimdan ustun emas. Bularning nihoyat kengri erkinlik berildi. Shunga bilan birlikda bu huquq va erkinlik davlatninki zamin butunligiga, davlatninki ilgilik huquqiga hurmat qilgan asosda shu davlatga o'tashga tegishli majburiyati va davlatni o'tash bilan birga va davlatdan oladigan barliq huquqlarga o'xshash bo'ladi. Üçüncü nimasi bo'lsa barobarlik. Biz bilganimizdek Sharq Turkistonning asosiy xalqi, Sharq Turkiston xalqining asosiy millati bo'lsa Uyg'urlar. Uningdan boshqa yana 12 millat bor, masalan Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek, Shiva, Mo'ng'ul degandek-chu. Bu millatlardan chetga chiqib yetamdiq. Mandami savol keladi endi-chu. Uyg'urning ham davlati olamdi, Sharq Turkiston boshqa millatlarning davlati. Albatta bu zamonlarda 1000 yildan ortiq 1000 yillarcha shu zamonda biz bilan mo'rini tirab qarindosh bo'lib yashab kelayotgan davlat bu xalq. Albatta Sharq Turkiston xalqininki bir partisi. Bularmi bu Sharq Turkiston davlatida barliq o'tashga tegishli huquq va ilishga tegishli barliq huquqida va erkinlikida bab-barobar bo'ladi. Hech kimdan ustun olmaydi. Uning qaysi millatga tava bo'lib qolishi, qaysi bir irqqa, qaysi bir fikrga nima bo'lib qolishi, uning bu huquqni o'xshash barobarlikda ilishda farq olmaydi. Endi demek çoğunun bir Uygur'un başka bir milletin, Şarkı Türkistan halkının artıkçılık nimesi yok. Başka bir milletin kimi Uygur'dan hiçbir üstünlük yok. Hemimiz kanun aldıda bab beraber, devletin aldıda bab beraber, devletki öteydiğen mecburiyetlerimizde bab beraber ve devletin aldığı hukuklarımızda bab beraber. Bizden kurmakçı olduğu bu devletimiz ama şimdi bir güzel bir devlet. Eğer de biz şu insanlar değiş mümkün bezeller. O Uygur'un köpsallık oğandikin Uygur'un nem kısa homamdı başka milletler ularning Qozog'istoni va Qirg'izistoni va unda hamda Uyg'urning davlatini qurayli debchi. Uning ustini unutib qolmaylik qarindoshlar. Biz faqat 40% nopasni egallaymiz oxirgi nimada. Yana 40% ko'chma Xitoy noposi ularni hisob qilmaganda yana necha million Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek mashna xalqlar va agarda biz shu millatlar aro o'tirishki shu munosabatlarni to'g'ri bartaraf qilmagan chog'da davlatimiz qurilgandan keyin nihoyat ko'p bir to'qinishlarga duch kelamiz. Ya'ni millatlar aro o'tirishdagi bir to'qinishga duch kelamiz. Shunga buni mashunaq bir ziddiyatlarninki kelib chiqmasligi uchun biz buni
devletni qurishdan burunlamki mana bir to'g'ri bir fikrni, to'g'ri ideyani, barobarlik prinsipini, barobarlik ideyasini o'ttirg'a qo'yib, bu masalani yiltizdan hal qilishimiz kerak. Yana bir qozoq, yana bir qirg'iz o'zini bu Sharq Turkiston davlatida, Sharq Turkiston xalqining ichida ortiqcha his qilmaslik kerak, aksincha barobar his qilish kerak. Bu barabarlik şu Şarkı Türkistanlık bopqağanlık uçunlam haq tonulduğun barabarlik mi ya bu vatanның müstakillik üçün tek akızgan kan terleme münasebeti var mı? Abaytan dedim qo'yliqim, vatanga o'taydigan majburiyat bo'ldi davlatiga. Bu davlatni buni o'tash kerak albatta. Chunki Sharq Turkiston nimasi bekorga kelib qolmaydi. Buning uchun uzluksiz tirishish, uzluksiz harakat qilish kerak. Gerçi qarindoshlarimiz bu sepimizga to'liq qitilib holatda bo'lsa-mu, ama şu bir ensirash bo'lishi mumkin şu boshqa millat qarindoshlarimizda. Bularni ishonmanki uzunga qolmay, bularni bizning sepimizga qitildi va Sharq Turkiston xalqi degan narsaning ostida, shu bayroqning ostida tinchlikni barpo qilish, huquq, erkinlikni o'xshash, bahuzur bo'lish va vatanga bo'lgan Sharq Turkiston davlatiga bo'lgan majburiyatimizni o'rtaq ijro qilish uchun barobarlik nimasi ostida ortaq tirishimiz deb buning ishonch bilan qaraymiz biz. Undaqda ikki shart bo'lgan bo'ladi. Sharq Turkistonliklarning o'xshash barobar huquqqa erishish uchun hem uvada tug'ilgan, o'sgan bo'lishi bir qancha avloddan beri. Xo'sh. Hem bugungi mustamlikdan qutulish uchun harakat qilgan bo'lishi. Hamdayliqi doirani biroz kichiklatib olmagan yaxshi deb o'ylayman. Chuqur vatanda tug'ilgan bo'lishi shart emas, chet elda tug'ilgan nurg'unlagan Sharq Turkiston xalqi va necha avlod bo'lgan. Ularni albatta Sharq Turkiston davlatini qurish, Sharq Turkiston davlatida tinch shu davlatni barpo qilish, jonlantirish, taraqqiy qildirish uchun o'zining hassasini, to'kpisini qo'shsa, u hech qanday bir xato ish bo'lmaydi. Bularningki ota miros majburiyati va haqqi. Dollar olmasın bulardı. Albatta. Tushunishga oldu. Yani qaysi şekilde bulmuşsun bu müstakillik yolumuzda akkuzgan terbika ketmeydiganligi chiqadi. Albatta. Kan qag'ini yana eng oxirida bizning yetmoqchi o'g'inimiz bo'lib qolmasin. Eng oxirida bir yetmoqchi o'g'inimiz, ya'ni Sharq Turkiston davlati tinchlik, huquq, erkinlik, o'zaro barobarlikni hal qilib qolmasdan, paydo qilib uchun ijro qilib qolmasdan. Yeni biz bir paravonlik davlat yaratamiz. Paravonlik davlati bugungi dunyodagi eng mukammal shaklda shakllangan bir davlat sistemi shakli. Buningda davlat yordam qilish orqali og'riq, ma'rif haqsiz bo'ladi, sahiya haqsiz bo'ladi, o'qitish haqsiz bo'ladi. Davlatning nurg'unlagan paravonlik sistemasi bo'ldi, yordam sistemlari bo'ldi. Bay bilan kambag'alning unda jiq farqi bo'lmaydi masalan. Chunki mayli kambag'al ojiz bir ishlayolmaydigan bir insonmi, bu paravonlik sistemlaridan yordam olish orqali o'zini boshqa bir normal bir turmush kechiradigan nimadan yattis qilib qolmaydi. Buning bir hayot kapolat bir nimasi shakllantirdi, ya'ni iqtisodiy va ijtimoiy muqimlik va xotirjamlikka erishdi bu paravonlik davlatida. Buni qilishimizning shakli abay degandek davlat ideologiyasi, davlat ichidagi apparatlar, davlat ichidagi apparatlar deganimiz masalan ma'rif, siyosiy, ijtimoiy apparatlarning hammasiniki nimasini ichidan harakatlantirib qolmay, aksincha buningki bir kengaymichilik bir kim harakatlantirgan bir nimasi bor. Bizning bu paravonlik davlat modelini yaratishimiz kelgusida shundoq bir qalayimqanchilik nima bu masalan hozir O'rta Osiyo davlatlari bor. Atrofimizda Pokiston, Hindiston, Afg'oniston, matrafda Xitoy, Ayan, Rus, Mongoliya degandek davlatlar bilan chegirdosh biz. Agarda biz mana bir davlat shaklini model qilib qolsak, o'zimizning yaratgan davlat modelimiz bilan buni boshqa davlatlar bizdan o'rnak oladigan mana bir yumshoq shakldagi kengaymichilik kuchini yarata olamiz aksincha. O bizning bilan qolmay boshqa davlatlarmi qaranglar Sharq Turkistonliklarning yaratgan davlat modeli nima degan go'zal. Bularning yaratgan davlat modeli asosida insonlar tinch, xotirjam, barobar huquqqa ega ekan, bularning turmushi kapolatga egan, boy bilan kambag'alning jiq farq qilmaydi ekan. Og'riq insonlar, mayib insonlar, har qanday inson buningdan huzur elib xotirjam yashalaydi ekan, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan bir muqimlikka, xotirjamlikka ega ekan deydigan mana bir narsa bo'lsa,
başka devletler bizning davlat sistemimizni o'rganish uchun nurg'un pullarni xarjlashi mumkin. Bizning bu davlat modellarimizni ergishish uchun nurg'un nimalarni qilish mumkin. Biz yumshoq shaklda bir kengaymichilik qila olamiz. Bugungi kunda kengaymichilikni olsak, askar bilan kengaymichilik bo'lmaydi masalan. Kengaymichilik ichkir bilan kengaymichilik demay, biraz davlat boshqarishda o'ligi namuna yarata oladigan, ta'sir paydo qila oladigan degan shakl demaylikmi? Xo'sh, albatta, albatta. Umu albatta bo'ladi. Kengaymichilik deb qo'ysa, qo'rqib ketmasa, qozoq qirg'iz qarindoshlar o'zining taxtida. Albatta. Hozir Xitoylar ularga zaten foyda bermaydiganligini xalq asosan tushunib yetdi. Faqat hokimiyat sistemasidagi chiriklarning qo'li bilan yana o'zining yiltizlarini surdiryotdi, ya'ni kengaytiryotdi. Hozirgi mazmunga, ya'ni agar davlat qurilgan holda Sharq Turkistonliklarningki yana bir nima deymiz, kishilarga xotirjamlik tuyg'usi bo'lgan yana bir modda bugungi mavjud hokimiyatlarning Xitoyda ilayotgan manfaatidan nechasi ortiq manfaat beradigan sistema o'tira qo'ya olish. Xo'sh. Ondan keyin töhfa yaratish, ya'ni bir davlat bo'lish majburiyati bilan ustiga yuklanadigan har qanday bir ishni bugungi mavjud Xitoy hokimiyatidan nechasi yaxshi qila oladiganligidan iborat bir tur cho'qim eklanishi, ya'ni qo'shilishi lozim ekan degan bir narsa kallam kechdi. To'g'ri, masalan, tinchlik nimasi degandek bizning nemiz nihoyatda jiddiy bir rayonga nim qiliqliq, masalan 2001dan buyon Afg'oniston, Pokistonda muqimsizlik, xavfsizlik mavjud. Nurg'unlagan urushlar bo'ldi. O'rta Osiyomi ziddiyatga to'lgan ijtimoiy muqimsizlik bo'lgan bir rayon. Mishna bir rayonda, uningdan boshqa rayonlardami islom ellarida bo'lsin, u yerda nurg'unlagan urushlar olib berilyapti. Agar biz nim qilsak, masalan, o'zimizla tinchlik olmasdan dünya xalqiga tinchlikni targ'ibot qiladigan bir davlat bo'lamiz. İslam dunyosiga tinchlikni targ'ib qila oladigan bir davlat bo'lamiz. Yevro Osiyoga va dunyoga tinchlikni targ'ib qila oladigan bir davlat bo'lamiz. U yerda bizning fikrimiz dunyo xalqiga nim qiladigan gap, ta'sir qiladigan gap. Chunki bu abay degandek tinchlik hamma davlatningki o'rtaq va uzun mezgillik oliy manfaati. Ammo bu yerda dunyoga qurol sotayotgan savdogar tijoratchilar va bir kuch bor. Xo'sh. Bularga azroq manfaat yo'qmi bizdan? Endi ular qanday netdigidiki? Endi urushning qilish nimasi? Bu albatta bir tinchlik barpo qilish uchun, ba'zan abay deganib o'tgandek tinchlikni barpo qilish uchun har qanday bir vosita shakllaniliqi qo'llanish zaruriy bo'lsa, shu yerdagi tinchlikni buzgan kuchni yo'qotish, mustamlik kuchni yo'qotish va chiqarib tashlash uchun. Bu yerda tinchlik tarif qiladigan shart eng oldi bilan albatta tinchlik shakldagi qurolsiz holatdagi bir harakatlarni tirishchiliklar bo'ladi. Ammo zaruriy deb ko'rilgan chog'da har qanday vosita ishiltish nim qilinmaydi, cheklanmaydi albatta. Ya'ni urushni qilishdagi maqsadmi albatta shu tinchlikni barpo qilish uchun. Xayriyat. Chashaq bo'ldi qani vaqti kelgan chog'da shu chog'dagi muhit, zamon, makon taqozo qilgan talablar albatta nimani qilishni yana o'zi o'rgatadi. To'g'ri. Bayatdinki mazmunda bir savol atlab ketib qoldi. Men alayda nim qilmadim, ekranga chiqarib qo'ydim masalan hozir. Buning bu qarindishimiz Ömerbek Ali so'rabdi. Qani kelmaydi bu. Nerede gitti bu? Şu devlet menfaatlarga paralel qilishga turtkilik rol o'ynaydigan bir vaqtli bo'lsin hukumat kerakmi yoki qurultay bu ishga o'zini joriy qildirib ma'lumdo degan bir savol chiqib qoldi. Devlet menfaatini bu aslida qurultay bilan hukumat sistemasidan iborat bu narsani bir selishtirma qilish, jonliq dialoglashtirish lozim bo'layotgan bir vaqtda. Xo'sh. Ammo buningga bu ikki tarafdan her ikkilardan o'zlarining mashg'ulotlari bilan aldirash bo'lib ketganlik sabab tufaylidan ochiq munozaraga taklif qilishga
biraz müsait yani epsiz olup kaldı. Milletning lekin kallasidagi tushunchalar taqozo qilayotgan bir mazmun bu edi. Xo'sh. Bu vaqtdagi qarashlar bo'lsa o'rtoqlashili. Endi dunyoviy qurultiyning nimasi qarasak, dunyoviy qurultiy masalan Sharq Turkistonningki 2004 qurilgandan tortib nihoyat ko'plagan yaxshi xizmatlarda bulundu. Bugungi kundagi rolimi davlatningki masalan bir Sharq Turkistonningki tashqi ishlar ministrligidek bir xizmat qiliqliq dunyoviy qurultiy. Qilayotgan masalalarga xizmatlar qarasak masalan davlatlar bilan siyosiy diplomatik uchrashuvlarda bo'lug'liq, masalalarimizni anglatiqliq, masalan ko'chma masalalarga albatta yillardan buyon nurg'unlagan ko'chmalarning masalalariga xizmat qiliqliq. Bu holatda albatta dunyoviy qurultiymi davlatningki oliy manfaatlarini analiz qilgan holatda buni kuzatib tadqiq qilib nima qilgan holatda xizmat ilib bordi deb qarayman. Agar buni qilmagan bo'lsa unda hozirgi yetgan utuqlarga yetilmagan bo'ladi. Albatta bu holatda shunga bilan parallel holatda surgundagi hukumat yoki surgundagi shuni demoqchi deyman Ömer Bakarlining demoqchi o'g'ini. Hukumat taqozo demoqchiman. Ya qaysi olsa bir hukumat demishni qurish degan gapni qiladi lekin albatta hukumat qurish bo'lishi mumkin. Hukumat qurishning nimasi umi bir zaruriy shartlarningki birisi. Hamda hukumat qurishdan burun bir meningcha shaxsiy nimamda bir Anadolu bilan Sharq Turkiston bir parlamentlik sistemasini shakllantirish kerak. Agar uning sharti nimasi to'shqan bo'lsa, ama parlament nimasi to'shmay turib hukumat qurg'ulanmaydi. Çünkü bu parlamentninki roli şu dava meselesini şu yerda munozara qilish uzluksiz turda. Mesela şu to'g'riliq icra qilgan qonunlarni chiqarish mushu rolni o'ynaydi parlamentninki roli. Baytin degib o'tgandek agar nimaga qaytirsak mana qonun chiqarish huquqiy davlatlarda parlamentlarning o'taydigan roli, hukumatning o'taydigan roli parlament chiqargan qonunni ijro qilish roli bo'ladi. Şoň to'g'ri bo'lgan bir qonunlarni, loyihalarni chiqarmay turib, yo'q qonunga hukumat qanday bir ijro qildi, manda bir savol chiqadi-chu. Şoňa hozir hukumatni qurish deb insonlar jiqdayotdi-da. Oldi bilan bir normal bir haqiqiy xizmat qila oladigan bir parlamentlik tuzumi parlament şekilleniş gerek ki, yani faqatla ma'lum bir kişilerning nimga olgan asosda emas. Bütün o'rtaq ko'p sondagi Sharq Turkiston xalqini shuning ovozini olgan holatda, chunki unda olmagan holatda o parlament yana nima bo'lolmaydi, yanagi qonunliq holatda bo'lolmaydi. O'xshamagan fikr, o'xshamagan ko'z qarash, o'xshamagan millat, o'xshamagan yani masalan Sharq Turkiston xalqiga tava mesela Kazak, Kırgız, Tatarlardan mı şu 13 asas milletten hemmisiga vekillik qila oladigan xalqning nimasidan mesela bir parlament nimasi saylanib chiqish kerak. Bu holatda bular anandan keyin bir da'voning nimasiga qonunlarni ijro qiladigan, loyihalaydigan, maslahat beradigan bu rolni to'liq o'taydigan chaqda anandan keyin bir hukumatningki shakllanish imkoniyati bo'ldi va hukumat bu tuzilgan narsani ijro qilish kuchiga ega bo'ldi masalanchu. Elbette bu bir çoğun bir devlet şekildeki bir sistema. Bunu qilish uchun elbette nurg'unlagan iqtisodiy imkoniyatidir. Buni ham hozir bu yerda talishib o'tirishning nimasi yo'q. Hem qurultayning degan nimasida abaytin gap qaytsa qurultay bir davlatning sadece ish olib beradigan funksiyasi qarasak bir davlatningki tashqi ishlar ministrligidek holatda va uningda shu holatda bir xizmat qilib kelaglik. Diplomatik munosabat nurg'unlagan siyosiy uchrashuvlar, yetaklash, xalqni yetaklash, tashkillash va masalan ko'chma masalalari degandek-chu, bu normal bir tashqi ishlar ministrligining qilgan xizmatlarining nimasi uchunmi-chu? Albatta buni mukammal degan narsa yo'q. Albatta xizmatlarni yaxshilash, kuchlantirish, jonlantirish jihatda bu jihatga ehtiyoj bor yani. Bir tashkilot bo'lish bilan-chu. Bilmedim Ömer Bakali akımız bu sualıga cevap tapa aldı mı degenimden. Özde bevosita telefon qilmadi ama ko'ryapti ovoz bizdan yo'q degandek inkoslarni yozadi. Xayriyat. Undaqda bugungi bu temaga aloqador yani chalqagan mazmunlar bormi? Xalq bilib olishimiz kerak bo'lgan.
Xalq eng muhim bo'lgan nimalar? Birinchisi bu bir davlatninki qanday vaqtda e'tirof qilinadigan shartlarni bilish kerak. Davlat degan nima, qanday bir narsa. Zimin bo'lsam ki davlat bo'la olamdi masalanchu. Zimin xalq bo'lsa va egillik huquqi va boshqalar tarafidan e'tirof qilinish ve hükümet qatarlıq müşlarını şekillendiremesi endi devlet bulanmaydigan nima buldu masalanchu. Anankin devletninki mesela ali menfaati bunu to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni devletni bir insonlarga o'qitish uchun yig'lab qo'ysa, yoki yosh to'kib qo'ysa, yoki bir normal bir masalalarni insonning masalalarini deslamki bular harakatga tutadigan narsa emas. Aksincha bu menfaatni o'zininki oliy menfaatini chiqish qilgan holatda harakat qiladigan bir siyosiy organ shaklda tunib anandaki mushunga qanday bir yiqilish kerak masalani qanday anlatimiz degan holatda harakat qilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lib mush oliy manfaat nuqtasini yaxshi tushunish kerak. Lekin eng oxirida deydiganim davlatninki ideologiyasi bu nihoyatda muhim. Mush ideologiyaga ishonish va shu ideologiya bo'yicha to'g'ri ideologiya bo'yicha harakat qilish kerak. Ba'zi odamlar so'rab qilish mumkin. Nima uchun biz 33-yildagi ideologiyalarni ishlatsak bo'lmaydi shuning o'zini debchu. Bugungi dunyo vaziyatining taqozosi masalan u ideologiyani udul ko'chirib chiqishga bizga sharoit bo'lmaydi. Chunki atrofimizda Xitoy, Rus, Hindiston deydigan qatorliq kuchlik davlatlar bor. Mesela İslamizm ideologiyasidan yoki pan-türkizm ideologiyasidan biz uni asosiy nuqta qilib ko'tarib chiqolmaymiz. Ammo zaten xalqimizningki, Sharq Turkiston xalqininki ko'pinchisi islomiy va turklik kimligining nimasida o'ziga noit cho'nqur mujassamlashtirilgan bu ikki nuqtani olib chiqish atrofimizdagi bizga qo'shni davlatlarninki bizga dushmanlik qilish nimasini teziltidi ve güçlendirdiğin gap. Şoň tinchlik ideologiyasining chiqishi bu davlatlarning nimasini qo'zg'ab ketmaydi, dushmanlik nimasini uchun. Şoň bu nuqtadamı ta'kidlab qo'ydim. Bir telefon keldi, ovozini anglaylik, nima deydi qana. Assalomu alaykum. Ovoz echib etdim. Gap qilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Programma uchun rahmat. Biz tarixda Sharq Turkiston davlatini ishlatib qurdik va bu atrofimizga razil kuchlar tarafidan bostirib o'tildi. Agar biz kelgusida Sharq Turkiston davlatini qurib chiqqan vaqtimizda mushundaq bostirib o'tishning oldini olish uchun bir taraf davlat sistemasini qo'llansak bo'lamdi. Shveysariyaga o'xshash har qanday urushni xohlamaydigan harbiy kuchni taraqqiy qilmaydigan davlat sistemasini qo'llansak o vaqtda tashqi kuchlarning yana bir qatim bostirilishining oldini oladilamdi. Rahmat. Bir taraflikni e'lon qilgan davlat nimasimi yaxshi bir shakl hamdi. Albatta, ammo askariy narsaning bo'lmasligi umumiy bir kamchilik deb o'ylayman. Askariy narsaning bo'lishi faqat tajovuzchilik emas, shu davlatninki abay deb o'tgandek zamin butunligini xalqini qo'g'daydigan bir muhim nuqtadan birisi. Biz yangi davlat bo'lib qurilganda albatta bunda yangi davlatlarni boshqa davlatlarning bizning ishlarimizga aralashqusi, bizning nimamizni yana qaytadan besib olishni xohlaydigan kuchlar albatta mavjud. Biz nihoyatda bir ciddi bir o'ringa yig'ilib qolgan, matarafga qarsak Xitoy va matarafga qarsak Hindiston va matarafga qarsak Rossiya va bunda holatda albatta o'zimizninki egillik huquqimizni qo'g'dash, xalqimizni qo'g'dash va zamin butunligimizni qo'g'dash bizga betaraflik siyosatini, betaraflik holatdagi davlatni qurish bu tizim mos kelmaydi deb o'ylayman. Aksincha o'zimizning huquqini qo'g'day oladigan bir shakldagi davlat bo'lishimiz kerak. Va tinchlikni targ'ibot qiladigan. Bu tarixda davlatlar mustaqil bo'lish uchun, erkinlikka erishish uchun, mustabid zolim hokimiyatini og'dirish uchun murojaat qilgan narsa boshdan oyoq kuch edi. Xo'sh. Ya'ni kim kuchli bo'lsa, shuning gapi gap, qilgan aytgan edi. Bugungi vaziyat hozir
qo'lga keltirishda kuch yana asosiy rol o'ynaydigan bo'lishi lozim deb qarasak-mı, lekin hozirgi biz boshqalar kuchli bo'lib olgandan keyin mazlumlarga bir yo'l beriladi degan shaklda ojiz odamlarga yana sen shu bizga tamalayman, tatlayman demay chiroyli gap qil degandek bir gap o'tira chiqyapti hozir. Xo'sh. Biz endi başdan ayak Sharq Turkiston xalqi zaten tinch yo'lni tanladi, tinchlik bo'yicha hal qilish yo'lini tanlab baxtı va hatto kunimizga qadar ba'zan qarindoshlar o'ziniki uzun mezgillik planlari bilan o'ttirib qo'ygan fikrlar bilan ayblandi-da. Bundaq bir avval ostida bizning qattiq nimalarga murojaat qilishdan voz kechishimiz buning oqibatining yani yaxshi bir natijalar oyoqlashganligiga nima bilan kafolatlik qila olamiz? Siyosiy nuqtada kuch ikkiga bo'lindi, yumshoq kuch va qattiq kuch deb. Yumshoq kuch deganimiz davlatninki ideologiyalik kuchi masalan film, televiziya orqali o'zining nimasini taqitish, andan keyin fikrlarni taqitish, andan keyin masalan mushu nuqtalar bir yumshoq kuch bo'ldi. Masalan qattiq kuch deganimizda bu yerda askariy kuch bilan iqtisodiy kuchni taqitadigan gap. Masalan bugungi kunda nurg'un davlatlarda masalan Amerika askar kirgizmay turib davlatga ta'sir qila oladigan bir kuchi bor masalan, u yumshoq kuchi bilan demokratiya, inson huquqlari degan nuqtani nim qilib, andan keyin o'zininki ilg'or fan texnikasi, andan keyin ilg'or nemalari, markalari masalanchu, ilg'or filmlari bu orqali dunyoda kirmagan Amerikaninki fikr kirmagan davlat yo'q deyarlik masalanchu. Mana bu Amerikaninki yumshoq kuchi. Shuning bilan birga Amerikaninki askariy va iqtisodiy kuchim bor. Masalan Xitoyni misol qilib bilsak, Xitoyninki o'zining yumshoq kuchini nim qilish uchun Xitoy Kunzi institutini quruvliq nurg'un davlatlarda o'zining ideyasini taqitish uchun masalan. Masalan iqtisodiy nimasi orqali bir qattiq kuch bilan bu orqali nurg'un kengayishlikni qilyapti Xitoy masalan. Bu nuqtani aytgan chog'da Sharq Turkiston mustaqil davlat bo'lib qurilish uchun Sharq Turkiston mustaqil davlat qurilgandan keyin o'zining egilik huquqini, xalqini, zamin butunligini qo'g'dash uchun har qanday kuchga ehtiyoj tug'ildi va har qanday kuch bir zarur bo'ladi deb qarayman. Shunga hech bir kuchni sirtiga chiqarib etkili bo'lmaydi, mayli qattiq va yumshoq kuch bo'lsin. Allah razı olsun. Ma ekran qatib oldi. Bu Sharq Turkistonliklarninki yillardan beri tarbiyat qilinib cho'ng bo'lishida shu asarlar samanlan tafakkurda cho'ng bo'ldik-da biz. Xo'sh. Hech qanday bir davlat, millatning hokimiyatining g'amini yeydigan bir sistema yo'llanmagan yoki uning rag'batlantirilmagan bir hayot cho'ng bo'ldik. Men bu gapni ayg'anama telefondan keyin davom qilay. Umid Musoboy efendim yana tekrar telefon qilib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men programmani ko'ryapman. Nijat qarindoshimizdan Alloh razı bo'lsin, shundoq yaxshi va muhim nuqtalarga kirdi, muhim nuqtalarni tushundirgan bo'ldi. Bir nuqtada intayin muhim o'zi ekranda so'zlayotganga diqqat qilmay o'tib ketdi. Men bu yerda biroz munozara xarakterlik bu narsani ochmoqchi. Masalan ishlatgan nimasida masalan biz burungi ideologiyalarni ishlatmasligimiz, burungi ideologiyalarni hozir zamonaviy ahvolga qarab zamonaviy ideologiyalarni menishimiz kerak dedi. Buni qo'shilma to'g'ri. Va burungi ideologiyalar degan vaqtida pan-turkisizm degan so'zni ishlatdi. Men bunga qarta o'zimning ko'z qarashini aytib o'tmoqchiman. Xo'sh. Endi oldi bilan pan-turkisizm so'zining masalan endi davrda qanday chiqqan yoki bizning jadidchilik harakati qanday rol o'ynagan degan narsaga qarashdan burun pan ideologiyalar masalan etno-fashist yoki etno-nationalist deydi, bir etnik kimlikni ustiga qurilgan, boshqalardan yuqori ko'rilgan degandek shaklda keldi. Pan-Türk sözü özü oldulan Rus sosyologları keyin Xitoylar tarafidan berilgan bir isim asli. O da davrda bu Türk millatchiligini ko'tarib chiqqan kishilarning hech qaysi men pan-Türk demaganchu.
bu kişiler ben Türk milletçisi degen. Çünkü bütün dünyada şu milletçilik qo'zg'algan. Hem bizning vatanda Türk milletçiligining ishlatilishinin bo'lgan deganda bizning vatanimizda çok iki birlik asas abay qeyrinishimiz degandek hamma xalq baravar iki birlik bo'lmay turib bir davlat qurilmaydi. Nicat qeyrinishimizning degandek boshqa xalqlarmi o'zini bu yerga mansub his qilish kerak oldi bilanchi u Sharq Turkistonning baravar xalq ekanligini va uning teshida qolmasligi kerak. Shuning uchun ayni davrda ishlatilgan bu xalqni birlashtiramiz degan narsa Türk milletçiliği bo'lganda. Hamda u yerda yana bir muhim nuqta bor, shivalar masalan. Shivalar nima? Asli shivalar Manjularning bizni bostirish uchun avatgan askarlari, Chin sulalasining. Shuning uchun ayni davrda bizning ajdodlarimiz Türk milletçiligini chiqargan vaqtida shivalarning tajovuzchi orqali qo'shganda Manju ishlatilgan va Manju askarlar bo'lganligi uchun. Ammo Nicat qeyrinishimizdan degandek bugungi vaziyatda shivalarmi bizda bir etnik guruhi bo'lib bo'ldi-ku, bizga yesidan chiqsa uyg'urlashadigan masalan G'ulji qatorliq rayonlarda shivalar bilan uyg'urlar asosan bir-biriga singishib o shivalarni uyg'urchalashtirib bo'ldi-ku. Shuning uchun bugungi narsada o qo'shilma yangi ideologiyada Türk milletçiligi to'g'ri kelmaydi. Buna qo'shilma. Ama Pan-Türkist sözünü işiltishga men qarshi. Çünkü o düşman qo'ygan ismchi. O yerga qo'shilma. Endi mening Nicat qeyrinishimizdan mushu hozir degan gaplarimga qarata ko'z qarshini elish bilan birga bugunmi ham ikki birlik asosi muhim narsa bo'lganligi uchun xalqlarning barobarligi va birligi nima Profesör Doktor Abdurashid Qarluq akamiz ulus degan so'zni qaytadan o'tirg'a atdi. Masalan, millati Uyg'ur yoki Mongol, Qozoq, Qirg'iz nim bo'lsin, ammo bu ideologiya bizning zihniyatimiz, bizning ruhiyatimiz Sharq Turkistonning butun xalqlarini barobar qabul qila olishi kerak. Shuning uchun millati Qozoqlikdan faxrlanish haqqi bor. Çünkü umu bir tarix yaratgan millet. Özbekligidan faxrlanish haqqi bor. Ama aynı vaqtda o'zining milliy kimligidan, etnik kimligidan faxrlanib turib, gerçi Türk birligini chiqarmasaqmi bu davrda, faxrlanib turib Mongollarni yashivalarni faxrlanib turib Sharq Turkiston ulusuning, ya'ni nation degan so'zning bir parchasi degan hukmni Profesör Doktor Abdurashid Qarluq akamiz buni o'tirg'atdi. Mushu nuqtaga Nicat qeyrinishimiz qanday qaraydi? Ya'ni ulus degan so'zning umumlashishi va Sharq Turkiston ulusi ostida barliq Sharq Turkistonning xalqlarining birlashishida shu ulus so'zini kengaytirishni umumlashtirishga qanday qaraydi shuni bildim ben. Xo'sh, Nicat sizdan anglaylik javob. Aldı bilen Ümit Qeyrinishimizning telefon qilganiga rahmat. Nayt muhimchi savol so'radi. Men aldılar ulusning nimasi to'g'riliq to'xtalay. Masalan, davlatlarning nurg'unlagan qurilish shaklida, masalan, bo'lib modern yaqinqi nation state, ulus davlat nimasida necha xil shaklda qilingan davlatlar bor. Birisi ma'lum bir millatni asos qilgan. Bu millatlar shu davlatda nayt yuqori sondagi ko'p sonliqni asos qilgan davlatlar, masalan, Şivisiya, mesela Finlandiya, mesela Norvegiya, anandaki Yapon, şunun o'xshash davlatlar, bularda mutlaq ko'p sonni egallaydigan bir millat asosiy kuchni egallagachga, bular faqat bir millatni asos qilgan holatda bir davlatning qurilug'i. Yani bu holat bizning Sharq Turkistonga mos kelmaydi. Abay deganimdek Uyg'urlar Sharq Turkistonniki gerçi eng cho'ng millati bo'lsa-mu, etnik millati. Ammo mutlaq ko'p sonli kuchni egallamaydi. Shuning uchun bizda bir civic holatga civic nationalism deydi buni inglizda. Bir siyosiy kimlikka bog'langan bir kimlik shaklini shakllantirish kerakki va bu xalqni shakllantirish kerakki, buning ichiga Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, hatto Shiva, Mongol bularning hammasi shuning ichiga kirish kerak va shuning bilan birga bu kirish u yerda singib ketish emas, o'zininki etnik kimligini saqlagan holatda bir Sharq Turkiston umumiy kimligini shakllantirib,
bir maşına bir şekilde şekillendirgen çağda anandan keyin biz nem kılalaymiz. Bu Professor Doktor Abdurrashid Qarliqning degan albatta to'g'ri, men bu fikrga qo'shilaman. Bu masala hal qilmagan chog'da miyada degan barobarlik nemisini vujudga chiqaramaymiz. Barobarlik buzilgandan keyin davlatda ichki muqimsizlik, qalayimqanchilik, o'zaro millatlararo, etnik millatlararo to'qinish va urush nemisiga sababchi bo'lishi mumkin bu narsa. Şunu biz O'rta Osiyo davlatlarida bular ma'lum bir millatlarki, masalan Qozoqni, Qirg'izni, Tatarni, Turkmanni asos qilib davlat qurib oldi. Ammo bu davlatlarningki kelgusida yuz berish ehtimolligi nihoyat cho'ng bo'lgan va bundan burun bir necha qatim ko'rdik nimada. Masalan Anjan voqeasida, masalan boshqa voqealarda kichik millat astridagi qolgan ojizroq millatini izib bir millatlararo o'tirsa, etnik millatlar o'tirsa to'qinishlar yuz berdi. Shuni biz kelgusi qurilgan Sharq Turkistonda mashnaq bir hodisalarning takrorlanmasligi uchun hamma xalq, asosiy yerli xalqlar 13 bu narsadan o'rtaq bir nimani shakllantirib, o'rtaq bir Sharq Turkiston xalqi, Sharq Turkiston ulus nimasi debchu. Muşun shakllantirgan asosda harakat qilsak, bizning bu masalalarimiz nihoyat yaxshi hal bo'ldi deb qarayman. Andan keyin pan-turkizm nimasiga men bu bizda bu narsa jiq deyilgachga, masalan bundan burun atrofdagi davlatlar bo'lib Rossiya bu pan-turkizm nimasiga nihoyat sezgir qaraydi bu narsaga, chunki O'rta Osiyoda bizning turklik qandoshlik bilan bo'lgan necha davlat bor. Şunu ba'zan qarindoshlar turkning nimasi yo'q deb shu pan-turkizm nimasidan qurilishini xohlaydigan vatandoshlarimiz bor albatta. Ammo bunda holatni ko'tarib chiqqan chog'da bo'libmi Rossiya bunga yaxshi qaramaydi. Shung men Rus tarafdan kelgan bir tahdidning nimasini uçurmaslik uchun bu pan-turkizm va pan-islomizm bu nimalarni uchuq o'tirib chiqmaslik va davlatningki asosiy yetakchi ideologiyasi bo'lmaslik deb ma şekildeki taraftarı. Ona deganlikim özümüzdeki Türklik ve İslami kimlikini umumen rad qilib emas. Bu zaten abaytin deganimdek bu ming yillarcha bu bizningki zaten Türklik bizning tug'ilishimizdan bir kimliklik. Başka milletlerge biz bunu tanımayımız endi, başka Şii ve Mongolluğa. İslamiyet bolsa biz İslamni qabul qilgandan tartib bizning milliy an'anamizga, milliy kimligimizga nihoyat cho'nqur mujassamlashgan. Ammo davlatningki asos ideyasi qilmaganlik, u ikki o'zimizning kimligidan tanganlik hisoblanmaydi. Shuni başdagi nima qaytsak, davlat hissiyat bilan emas, o'zining oliy manfaatini chiqish qilib harakat qiladigan gap. Shuni Sharq Turkiston davlatiningki tinchaman, jidalsiz, eng az chiqim bilan eng yaxshi natijaga erishib qurilish uchun shuni aql, rasional holatda bir harakat qilishga ehtiyoj bor. Abiyatning men so'zimning oyog'iga kelsam, Xo'sh, agar men Umid Musabaning javoblari tekin bo'lsa, ya'ni biz bir ijtimoiy maxluqsimon yana bir telefon kelib qoldi. xo'sh. Xalqimizning oldiga chiqqan ekan, ularning ovozini avval Albatta. biraz bo'ldi haq to'lishimiz lozim bo'ldi ekan. Ovoz olindi, yana o'chirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozni echib etdim, gap qilsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Benim bir savolim var. Şu Sharq bizning vatanimizni qurib bo'lgandan keyin to'plumni shu masalan hozir 70 Xitoy bizga yurtbozlik ideyasi sindirib etdi. Qurib bo'lgandan keyin shu xalqning qalbidan yurtbozlik ideyasini qanday yo'yitish kerakmish to'g'ri bir fikrimni bir qo'yib olsan degandim. Davlat qurib bo'lgandan keyinmi? Avval qurib bo'lgandan keyin javob qilsak qanaqa? Shundan men bir bilishni bir xohlaydim. Agar unda o'qib qolsa, bu qurish uchun bu millat yurtbozlikning avval hal qilish lozim deyilsa, biraz to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Qanaqa qilganda nijot qilinishimiz qanday javoblaydiki?
So'nggi rahmat. Bu yurtbozlik bizning tarixdan men bo'lgan bir narsa emas. Bu yaqinqi zaman Xitoydan ashaddiy yuqqan bir kasallik deb qarayman shaxsan. Bu narsani hal qilish chorasi o'zimiz tilimiz, qanimiz o'zimizga o'rtaqliklarni jiqrab izlab qanimiz bir, tinimiz bir, dinimiz bir, hammanimiz o'xshash o'xshamaydigan yerimiz faqatlamki o'xshamagan tuproqlarda zaminlar tug'ilgan yerimiz bor. Bu o'xshamagan davlatlar qatori kirmay bir necha kilometr kelgan shaharlar o'rtasida balkim dialektlarimizni o'xshamaslik bo'lishi mumkin. Bu bizniki kamchiligimiz emas, aksincha bizniki sarxilligimizni ko'rsatib berdi, bizning boyligimizni ko'rsatib berdi har xil yurtlarda bundan kelishimiz. Shunga hamma nimaga tavsiya qildig'ini meniki o'rtaq nuqtalarni jiqroq izlab o'xshamaydigan nuqtalarni ularni boylik deb qarasak bu yurtvozlikqa eng tez suratda xotim belgili bo'ldi deb qarayman. Yani onu ijobiy şekilde faydalanadigan taraflaridan ko'rib, salbiy taraflarini chiqarib tashlash. To'g'ri. Musobaqa qilinishimiz yana tekrar telefon qilib qoldim. Mushmasiga bir izohati bormi? Assalomu alaykum. Ovoz ichib etdim. Gap qilsangiz bo'ldi. Yana bir assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir muhim asli vaziyatga, asli bizning hozir bo'layotgan dialoglarga, suhbatlar, munosabatli temalar bo'lishdan men yana telefon qildim. Nijot qayrinishimizning Türk milletçiliği to'g'risidagi qarashlarga butunlay qo'shilgan. Endi bizda u nimasida men qo'shilmayman, mening fikrim bor deydigan nuqta yo'q. Butunlay qo'shilgan, o'xshash qarashlarimiz. Endi bizning ma'vu o'ng sol ikki tarafdan yana bir taraf shakllanadi. Bu bir reallik, buni e'tirof qilib saqlaman. Uyg'urdan boshqa millatlar masalan elitin Kazaklar yoki Qirg'izlar yoki O'zbeklar bizning qarindoshlarimiz va vatandoshlarimiz bilan urushni boshlab bo'lganlar borchu. Shuning uchun mening ansiraydiganim nima degan vaqtida mushu narsalar xuddi nijot qarinishimiz o'tirib qo'ygandek ilmiy asosi bor. Hatta ilmiy deganim mayliqi so'zni yasablam ilmiy siz degan bizdagi ilmiy emas, shu akademik demoqchiman. Akademik shaklda munozara qilinib ba'zi bir narsalar mushu sohada izlangan kasb ahllarining munozarasi va shularning akademik suhbati munozarasidan keyin umumlashish kerak. Agar unda bo'lmaganda hozir Abay degandek biz 30-40 yillarda bo'lib chiqib keyin u yo'qolib ketgan va hozirmi asosan tugagan narsadan ansiraymizda yeni bir etno nationalist ideya, ya'ni pan-uyg'urizm chiqyapti bizda. Bu narsa Uyg'urdan boshqa ko'tar qasqanoni, qo'jinoni ko'tar degan yerga ketyapmiz-ku. Biz ashunda kelgusidagi paravallik uchun kelgusida masalan nijot qilinishimiz bir narsani yaxshi tilga oldi. O'rta Osiyo davlatlarining biri millat ustidan uluslashamayli davlat qurgandan keyin masalan biz Qirg'izistonda ko'rdik. O'zbek o'zining ham Turkiya qarindoshi ham vatandoshi va o'zbeklarni tirik kuydirayotgan ishlar bo'ldi 2009-da. Esinglarda bo'lsa. Shuning uchun bu etnik masalalarni bu huquq, barobarlik masalalarini hal qilolmaganda o Şive Mongol Tungan'ı qo'ying, mush Türkiye qarindoshlarni o'zaro nihoyatda ig'ir to'qnashuvlar chiqadi çok keyin. Shunga bizning hozir diqqat qilaylik degan narsada Türk milletçiligi 30-40 yillar Türk milletçiligining 10 yillar ta'sir bo'ldi deb qarmayman va bo'lsa-mu hozirgi zamonda u pan turkisizm qaytadan ko'tarilib chiqib manda qila oladi deb qarmayman, ammo bizda bu da'vo sipida yenidan shakllanayotgan Uyg'urdan boshqa xo'jinoni ko'tar degan narsa buni pan uyg'urizm bo'ldi, bu nahlam. Pan degan shu birini tanimay qolgan ishini qil degan ideologiyani pan deymiz-ku. Bu pan uyg'urizm bizga cho'ng talafotlarni akladi. Shuning uchun ma'vu nuqtani abay Türk millatchiligi yapan Turkiston to'g'risida degan gapning hammasiga qo'shilma, ammo ishning maqanati, ya'ni lingil taqtaqning ma'bishimi hozir shuni
o'tirg'i qo'yib manadan diqqat qilaylik deydigan vaqtmi yoki biroz saqlab bu azroq yo'g'ingandan keyin demdiq yo vaqt kechikib qolamdiq shu to'g'risida ijod qarinishimizning fikrlarini bo'lganman. Qarinishimizning savoliga rahmat. Ana aytdi. Telefon o'chirayman. Ma'q rahmat. Ümit Musabev qarinishimizning savoliga ko'p rahmat. Bizni aytdi bir keskin bir davrda turyapmiz, vaziyatimiz nihoyat jiddiy. Shuning bilan birga o'yg'ongan xalqimiz har xil yangi ideologiyalarni chiqish yo'llarini izlanib turmoqda. Shuning bilan barobarlikda Ümit qarinishimizning degandek pan-uyg'urizm shaklini shuni xohlaydigan bir turkum insonlarimiz maydonga chiqyotidi. Endi buning bu qarindoshlarning qalbini tushunamiz. Albatta bularningki millat söygüsüden, vatanperverligidan biz hech qancha bir shubha qilmaymiz. Bular Uyghur milletinin şundaq bir esil ananisi, güzel tarihi, medeniyeti, kimliki bu neslerden hemimiz elbette bununla ozurlanamiz, bunu suyimiz bu milletimizni. Şununla oxşaş ama haddidan ziyade bu milletin nimesini baş orunga ap çıkış, başka milletlerinin nimesini inkar kılış, bu yaxşı akıbetke ip barmaydı. Çünkü bizning nemizda abay deb o'tib ketdim, ikki qatim ilqi. Bir masalani kengroq o'ylash kerak. Bu davlat qurilgandan keyin qanday narsa yuz berdi, qurilish yo'llarida qanday nima bo'lamiz degandek masalalarni o'ylash kerak-ku. Faqatla Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqqan chaqda masalan bir misolga deb beray. Qolgan 12 millat chet qilib qolamdi masalan-ku. Ularning huquqiy, ularning kimligi, ularning yashash urf-odatdan bu narsalarga biz qanday kapolat beramiz? Ularni bir tayoqda haydablamki, bir kechada qiriblamki, yo'qotamdiq masalan-ku, shu Uyg'urizmni ko'tarayotgan qarindoshlarimiz savol qo'ysa. Ular osondagi nima emas, ular necha million xalq. Biz bilan necha asrlar, necha 10 necha asrlar, hatto 1000 yildan ortiq necha 1000 yil biz mo'rini mo'riktirib, qarindoshlarcha yashab kelgan xalqimiz umchu bizningki qarindoshlarimiz. Ularni bir kechadamki bizning Uyg'ur hamidin ustidan hamidin nimada bunda ko'tarib chiqish tasavvur qilg'isiz bir oqibatlarni, ichki to'qinishlarni, hatto vatanimizning qaytadan qurilgan Sharq Turkiston davlatini qaytadan bir gumrohlikqa uchinchi bir qatim mustamlikaga topshirib berishga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning buni nim qotgan qarindoshlar kallani silkib etib o'ylashimiz kerakki, yana bir qatim qayta bu davlat nimasi o'yinchoq nima emas. Da o'tiriblamki, ma'lum bir millatga bo'lgan o'zimizning millatiga bo'lgan sevgini qiliblamki, men unda Uyg'urning davlatini qural deydigan bunda davra emas. Biz o'zimizning kuchini taroziga, dunyo siyosat tarozisiga silib, va siyosatninki bir ilmiy bir bilim bu-chu, bu hamma odam chiqibdi Facebookda yoki falan yerda so'zlasa siyosat cho'p qolmaydi. Buning bir nazariy bir asosi va davlat qurishninki, siyosiy harakat qilishninki, siyosatni tushunishninki. Buni o'lchab, buni jinglab, buni qilgandan keyin anandan keyin qaysi xil holat eng ratsional, eng aqlga muvofiq, eng az chiqim bilan yaxshi bir natijaga erishalaymiz deydigan ma'nosini o'ylab kelgusida buni qilsak buning natijasi nimaga bo'ladi deydigan jiq nuqtalarni beshimizdan o'tkazib anandan keyin Uyg'ur mustaqil bo'lgan davlat nim qilgandimi atrofdagi bizning qarindoshlarimizni qolgan qarindosh millatlarni birlikda harakat qilsak bizning kuchimiz texmi cho'ng'iydi ekan, bizning sepimiz texmi buyuk bo'ladi ekan, bizning dushmanga bergan zarbimiz texmi yaxshi bo'ldi ekan va kelgusi chiqmoqchi bo'lgan millatlar o'rtasidagi to'qinishni oldini ola oladi ekanmiz. Biz o'rtaq taraqqiy qila olamiz deydigan ortiqchilik nuqtalarini o'ylab, ma nuqtadan harakat qilmasak, biz yanalamki shu pek sabilacha fikrda bo'lib qolsak, bu bizni biz bir tarixiy tragediyaga olib berishi mumkin. Shunga qarindoshlarga tavsiya qildig'im o'tirib qaytadan o'ylanish bu to'g'risida-chu. Chiqiblamki pan-uyg'urizmni ko'tarib chiqish haqiqatan bir xatarlik bir ideologiya bu. Allah razı olsun. Bir qarindishimizning savolim bor dedi. Onunkini bir anglaylik. Xo'sh. Va alaykum assalom. Ovozingiz naq maydonga uloqliq echitildi. Gap qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Shu programmani ko'rib boshlangandan boshlab to'liq ko'rib
geldim. Yaxşı bo'ldi, ilmiy bo'ldi, nurg'un narsa o'rgandim. Ümit Musaboy qarindishimiz bu savollar ko'z qarashlarni qo'shish orqali to'liq bo'ldi. Xo'sh. Hozir shu ikkilan so'zlashgan tema to'g'riliq shuni qo'llagan asosda o'zimni o'ylaganlarimni deb baqay dedim-da. Marhamat. Oyma bu Nijat deb o'tdi, shu yangidan bir paydo bo'layotgan Uyg'urizm yoki keyingi davlatni Uyg'ur deb cho'mish talashlar. Hozir buning da o'tirib qo'yilayotgan hamda aşı ko'z qarashni o'tirib qo'yayotganlar asos deb qo'yayotgan bir narsasi bor. Masalan, Qozoqning Qozog'istoni va Qirg'izning Qirg'izistoni va masalan Fransiya Angliyada shu fransuz inglizlarni asos qilib qo'ygan millat o'zbekiston bizning bo'lmaydi deydigan. Bunda hamda murakkab yeb essiq aqcham bu necha programmada tugamaydi bu. Masalan, Yevropada shu millatlar milliy davlatni qurgan vaqtida biz tug'an yerlarda o iqlim chiqmagan. Ular qurgan vaqtida mening bilishimcha shu millatlar shu territoriyaning ichida mutlaq ko'p sonni egallagan, shu olgan zaminini o'zirli bo'lgan qolgan keyindagi ko'p millatlarning masalasi mavjud bo'lmagan shu keyinda. Mana hozir kelgan ko'chmanlar ular endi o narsani Miami'ning kiti deganni aytqolmaydi. Endi bizning bu zaminimizga kelsak, yuqorida aytgandek aslida bir jo'g'rafiya tarix sababidan nihoyatda bir murakkab yer bo'lgan. Ana lekin shu Sharq Turkistonni deganda ko'pincha odamlarimizning qalbisiga hozirgi shu xaritadagi biz Sharq Turkiston deymiz, Xitoy Xinjiangda biz qo'ydi 1.600.000 kvadrat kilometr. Shu narsa muqim o'rni chiqarganda. Amaliyotda bu endi tarixdan surishtirib kelsak, bizning qo'limizda bo'lgan zamin bundan cho'qmi bo'lgan, kichkin bo'lgan. Hozirda shu 1.600.000 kvadrat kilometr degan zaminda bunun shakllanishida barcha omil bor. Masalan, bizdan keyin Mongollar kirgan, Mongolning kuchi bilan qo'shilgan chiqib ketgan yer bor. Manjuning kuchi bilan kesib o'tilgan yer va qo'shib o'tilgan yer va Ruslar va Xitoylar bor degandek. Shu buni keyin yondirib surishtirgan bo'lsak, bu pek chuvalchaq ham uzun narsa bo'ladi. Agar buni kesib oddiylik qilib, masalan, manchimonsal bir kitobda miyada Uyg'urlar turibdi, shu bizning desak, gapning satragini aytganda Xitoylarning qadimda miyada Xitoyning bir tegish chiqdi yo falon shahar tug'ilib qoldi, miya mening degan nazariya ketib qoldi. Shuni hamda tarixni keyinga turib bu yerga olib borgandan keyin oldimizga mavjud reallik asosida hal qilamiz. Yuqorida degandek, shunchalik jiq millat mishada shuncha tarixdan beri yashab keldi. Hatto Ümit Musaboy degandek, hatto Shivalarmi, Mongollarmi mush yerlik millat qatoriga kirib ketdi. Haqqini yo'q deyamaymiz bu yerda. Shu anda bu yerda baravar tang qiyindoshlar yashashdan boshqa amal yo'q. Bunga qo'shilma. Ya'ni davlatning nom masalasiga kelsak, cho'qim shu bir millatning mavjud aşağıdaki sahne ancak milletin namını koyuyor. Bence doğrusu emas. Mesela bunda da desek Kazaklarını, Özbeklerini, Kırgızlarını misal keltirdik. Doğru, o yerler şu devlet, şu milletin namı da atılgan emas. Türkistan diye. Keyin Ruslar neyse uzun bir planlar bilen böldü bir yerler. Ne şu milletlerin namını bölüp sınırdı. Hem de şu yeni namlar verilgende şularının yapmanı almayımız ya da fikir belgetek hakkı yok değil. Küçümü yoktu çünkü onun tepede şu Çar Rusya, Amerikan Sovet bir superior nayet küçük aletler şula tanıdı bundan ne? Tanıdan keyinki hem de bu Iqtisod İttifaqının tuzilishida bular bir respublik şekilde kirdi. Hem de şu kanunda yazılganda eğer bular xalımızsa bularning chiqishi huquqi bor deydi. 91-yil kelganda bu amalga chiqib qoldi. Tuyuqsizlar bir kechada amalga chiqqan chog'da ham bu Rusning qo'ldan chiqib mustaqil bo'lish uchun shartnomalik shu nom kerak bo'ladi, shuni davomlashtirish kerak. Şu namlar çıkıp bir devlet şekilde mağday bular. Hem şunlarla ama biz sırtın güzelliklerinde güzel okuyatımızsak emas. Mesela Kazakistan'da. Mesela ikilisi bir milli devlet, özünün çoğu milletinin namı bilen Özbekistan'da Kazakistan ahval yanı tarafı. Özbekistan'da Özbek milleti mutlak üstünlükünü egallagan nüfusiyatda. Lekin Kazakistan'da Kazaklar emas. Şimal Ruslar var, yani başka bir mucu millet var, çok küçük yüzden artık millet var. Şu an Kazakistan'da amalsız hükümet tilinde Rus tili var. İki tilini tanıştırdıklık bir yerdemdi. Özbekistan'dan kançak bilmeymen lekin til meselesi kelganda Kazakistan'daki bisim ayarın çok. Yani bir sege kelsek mi şu mesela Dünya Urug'ning namları, başka teşkilatının namları olganda bunların talaşlarçılıklar bo'lganini angladik. Mesela vatandan chiqqanlar Sharq Turkiston degan nomni qo'yishga mayil bo'lganda O'rta Osiyodan chiqqan Uyg'urlarimiz Uyg'uriston
Naydı için doğan bular. Neyim için onlarda Uygurustan degan namga düşünçelik güçlü bir xahiş var degende, ularning töbüden besip doğan Qozog'iston, Qirg'iziston degan namlar var. Shunda bir norozilik kayfiyati var. Agar mushuni kelgusidagi bizning vatanga qo'yadigan bo'lsak, agar shuni Uyg'uriston yoki Uyg'ur eli deydi, Uyg'ur davlati deydi, shu chaqda qolgan qiyindash turk millatlarimi aslında o hozir O'rta Osiyodagi Uyg'urlar norozi bo'lganda bir norozilik kayfiyati chiqdi bu yerda. Şunanda bu yerdeki biz bir mutlak üstünlük nüfus egemeyiz. Qolgan millatlarni yo'qni o'rinda muomala qilmaymiz. Şu murakkab tarixiy coğrafiy munosabatni hal qilish uchun bu davlatning nomidan boshlab tuzilmasigacha shu millatchilikni gavdalantirmasdan butun eng cho'ng doirada barobarlikni amalga oshirishga tirishishimiz kerak. Shu nuqtani ta'kidlab qo'ymoqchi edim. Yani ulus devlet kuruş nemesi demekçi. Doğru. Tamam. Ulus devleti endi bunun kelganda yana bir narsa esimga qoldi. Masalan şu Uyg'ur kimligini yoki shu Uyg'ur devleti qurishni kuchab ta'kid qilganlarda bir andisha bo'lishi mumkin. Masalan Uyg'urninki ustunligi madaniyat jihatdan hükümranlık o'rni yo'qqa ketadi deydigan. Masalan ochiq ismi demizim ko'ngilda bo'lishi mumkin. Bu endi shu davlatninki tuzilmasining qanday so'rilishiga bog'liq. Masalan o'ylayman, masalan Amerikani ko'ryapmiz. Avstraliya, Yangi Zelandiya amaliyotda bular inglizlarning kengaymachilig'idan kelib chiqqan bir yangi davlatlar bu. Aslında aprab aslında tengib turib ingliz degan nomni gavdalantirmadi. Masalan Amerika, Yangi Zelandiya, Avstraliya hech qaysi ingliz degan nomni ko'rmaymiz. Amerikada menimcha dunyodagi butun erishilgan eng abjad davlat. Aslında Amerikalık deydi o'zini boshda. Hammasi. Endi bu nuqtada esa Amerika degan bir ulus oldu bu yerda. Endi keyin surishtirsak, men Gollandiyadan kelgan, ya bo'lmasa men Nigeriyadan kelgan, ya men Xitoydan kelgan. Endi keyin chiqdi. Lekin uning ustida Amerikada faxrlanib deyiladigan bir ulus bor. Nemiz faxrlanib deyiladi deganda endi bu yerda nisbiy holda yuqori nisbatda bir adolat bor. Barabarlik bor. Lekin shuningda bilan inglizlarning bu yerda hukmron o'rni yo'qqa ketdimi, yo'qmidi? Tili inglizning, madaniyat inglizning, qimmat qarash inglizning shu narsani kelgan hamma odam ichiga yo'g'irib, shuni yurgizadi bular yana. Shunga agar Shukurda Nijat deganda Sharq Turkiston davlatining tuzilmasi asta barabarlik asosida, farovonlik asosida, yumshoq kuchlarla asqa olsa, o çağda bu devletinin namı çok Uygur'un ta'kidlamasimi, şu nüfus üstünlüğü üstünlükten Uygur'un medeniyeti, Uygur'un tili hükümran orunu turdu bu devlette. Qara milletler mi bunu razımanlık bilen kabul kılamaydı. Mak rahmet. Qo'shimcha zot. Mak rahmet. Yani bu makanni merkez qilgan bir davlatsimon millatchilik bayrog'i ostida birlashish degan bu fikr hozir asosan aql egalari, ilm ahllarining orasida bir nopos qozondim hisobda. Hem dünya sistemisi shuken. Sizlar bu qirinishimizning izohida qo'shimchalar bormi? Qo'shimcha qilib ketib qo'ydiganim bugungi kunda bir globallashayotgan bir harakat borchu dunyomizda. Masalan, g'arbdagi nurg'un davlatlarga qarasaqmi, masalan, Angadisi Shvetsiyadami 200 ga yaqin millatlar yashaydi masalanchu. Xo'sh. Ammo shu asonlik qolgan millatlarga bularning huquqiy nimasi nihoyat keng doirada tonilgan. Masalan, Amerikadami 200 necha davlatlar bor. Masalan, Gollandiyada yaşaydigan nurg'unlagan yangi kelgan va ko'chman bo'lish bilan bir xil sabablardan kelib yashayotgan bir davlatlar bor. Bunda bir taraqqiyotga shaklda mushta bir dunyoda bir taraqqiyot, yani chegara siz albatta bir kuchish va mushta bir harakat bor nimada kuchish. Mazmundan yana bir zaman olib berib o'ltiraqlashish, mushta nimacha har xil sabablar bilan. Bu holatda bir ma'lum bir faqatlamki bir millatni asos qilgan davlatni qurish, bu bir dunyoviy bir iqlimga bo'lgan qarshilik nim bo'ldi-chu, xuddi bo'ronga qarshi jugaganga o'xshash ish bo'ldi-chu. Bu holatda biz yana bu holatdami bir muvaffaqiyat qozonmaymiz-chu. Bizning Sharq Turkiston nimasi faqatla bir millat emas, 13 asosiy millatni qilgan rangaranglikni hammasini o'z ichiga olgan, hammasiningki huquqini to'nigan, hammasining tili, diniy, madaniyati, urf-odatlarini
buni yaşatışqa, güllendirishga, taraq qildirishqa ortaq sharoit tunugan mında bir şekildeki bir devlet buluş gerek. Elbette bu devlet fuqaralari Şarkı Türkistan halkı hukuk ve mecburiyet nimiste Şarkı Türkistan'ı qoğdaş, güllendiriş, taraq qildirish cihette hemmisininki bir-birisinden kam emas, hemmisinin ortaq baraber nimesi var. Mecburiyeti ve nimesi varlığı. Hukuk var. Mecburiyeti. Hoş. Yana bir peshqadamlarimizdan mana Germaniyada yashayotgan Anvarjon akamiz telefon qilib qoldi. Hoş. Siz bo'lsa tavsiyalar anglaydi peshqadamlarimiz. Assalomu alaykum. Assalom. Anvarjon aka. Ovozlarini ichivetdim. Nahmaydan o'lalla gap turib anglaymiz. Xo'sh. Rahmat. Bu nayeti muhim, nazuk bir mesele to'g'riliq alimlerimiz fikir bayan qilib o'tibdi. Anlab, hoş olup, bahriman bulup, bazı atanmalar, bazı fikirler to'g'riliq, men ancha muncha senning o'ylaganlarim deb qo'yay. Alimlerimiz qanday qaraydi bunga? Deb telefon qilishim. Xo'sh. Bu mesela pan Uygurizm veya ki Uygurizm ideolojisini algı sürsek bulmaydı diyen fikrini Necat Efendim oturup koydu. Biz Uygurlarının yani Uygurizm ideyasını şu diyen manada oturup koyganlıkını ben adres bayqımadım. Mening bayqıgıным ötken 40-50 yılına yağı vatanның sırtıda bizge ait boğan, Uygurlara ait boğan köp narsalarni başka kırındaş milletle ege boğulup hatta tamaklarımızga kadar özününki kılvilip o yerdeki teritoriyada yaşavatkan kırındaşlarımızga burunki sabit devirde bolsun ve hazır mustakil boğandan keyin bolsun ötken 25-30 yılına yağı kılatkan muamillerine karşı ve bu izilvatkan bağansırı özünü yok olup geçiş havfiga uçuravatkan halkımızdaki bu reaksiyası bu. Ben var idim sizlerden avval, yoki sizler okşaş bir devirde ben Uygur var idim. Ben sizlerin kırındışınla, bizge bundak hakaret kılmangla, bizi bundak pes kömangla, biz sizlerin kırındışınla, medeniyetimiz bir, dilimiz bir, coğrafyamız bir, diyen karamasın, bu anda real ahvallı ağamda bizge Uygurlara karşı kırındaş Uygurlarımızdan naiti köp bizni pes görüş dek ifadeler, hareketler köp boğanlıktan bununla reaksiya süpütüde bundan olsa ben özümün Uygurluğumun ügüney. Ügünüp bulamadık ama şimdi olsun hem ügüney. Ben bu özümün Uygurluğumun iki süpet medeniyet, tarihimiz oturup çıkaray. Diyen şekilde bu sadalar oturup çıkıp tuttu. Bunda şimdi benim bir ilmi ünvanım, ilmi tekşürüşüm yok ama anlığınım, okuğunum, köygünümü karısam biz tarihini tatip da hazırgıca bütün kırındaşlara yaxşı muamele kılgan kırındaş kavimlara, bularga bilen arılaşkan, toy kılgan, mesela Özbekistan'dan kelgenler olsun, yoki başka yerden kelgenler olsun. Bu noktaya kadar özümüz gibi biz pan Uygurizm yoki Uygurizm ideolojisini yaman oturup taşlap etmez diye vakti biz bence özümüzge zulüm kıvatıttınız. Bence özümüzge zulüm kıvatıttınız. Peki biz başta bir devletini kuruştun ilgiri başta bir millet bulup oturup çıkıp onun için hem biz millet bizim sıfatlarımız millet buluşunu toşkuzudu. Onun için hem de bizim bu milletten bir
territoriyaga bir vatanga ega bo'lish kerak degan narsa ikkinchi keladi. Biz shunday shakllanayotgan bir vaqtda hozir mencha bu Uyg'urizm ideyasini bunchalar olg'a surmaylik deyish mencha uxlab yotgan Otanlik, Qashqarlik, illik deb 7-6 bölünüp mesela yoki Uyg'urligini birinchi planga chiqaramay mesela deydigan diniy nima olg'a ketib, olg'a chiqib kelib, milliy nafikani qilib o'tmishda. Hozir mana shulardan silkinib chiqib, o'zining hem musulmon hem Uyg'ur bo'lganligini to'liq yetayotgan bir xalqqa biz Uyg'urizmni o'tirib tashlamayli deyishning foydasi qanchalik, ziyni qanchalik, ben bunu bilemezlik, bunu anlagandan keyin bu to'g'riliq o'zimning fikrini birinchi olarak bunu o'tirib qo'yishni loyiq ko'rdim. Albatta ilmiy javob berilsa hem bana hem boshqalarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. İkinci savolim mesela bu Sharqiy Turkiston degan vaqtimizda hem de deylikkan tarixi bunu olimlar undan bildi. Arab seyyahlar Türkistan yurti deb umumiy nimeden Hazar denizden tatip ta Mongoliyaga bo'lgan ya'ni Turkiston deb atagan keyin degan bizning ajdodlarimiz bunun bilan faxrlanamiz albatta. Cumhuriyet kurgan vaqtda biz bunu Türkistan'ın sharqiy deb qo'yaylik deyilgan. Hamda bundan tabii imperialistlar qo'rqidi, cho'chiydi. Bu pandemiyani ifodalaydi, pan-turkizmni de to'g'ri deyilgan. Ama yani bir taraftan bu Sharqiy Turkiston degan narsani bugun masalan deylik ki Türkiye'den tutup mustaqil cumhuriyetlargacha deylik ki Türkiye'deki küçük bir partiyadan qat'iy nazar boshqalarda Shiyaning olimlari, Shiyaning ziyolilari oddiy xalqni bir yoqqa qo'yib qo'yaylik. Sharqiy Turkiston bu umumiy Turkistonning bir qismi degan fikrini qabul qilamdi shular. Deylik oddiy fuqaroni bir yoqqa qo'yaylik, faqat olimlari biz kelajakda mushtaq bo'lsak bo'ladi degan nimani qabul qiladigan olimlar bormi? To'g'ri yozayotgan masalan O'zbekistonda, masalan Qozog'istonda, Turkmanistonda masalan ki xalq asosida par millatchilikdan chiqib umumiy Turkiy xalqlar, Turkiy qavmlar birligini biz targ'ib qilaylik desa bizmi Uyg'urlarda davlatimiz yo'q. Biz bechora hozir muhtoj mana yo'qolish xavfida turibmiz. Bundaq bir iqlim paydo bo'libdi. Bizning ota-onalarimiz, ajdodimiz bundaq bundan 50-60 yil avval mushtaq bu nimani uzun ko'proq masalan 70-80 yil bo'ldi hozir qilgan. Biz shuni uchun turaylik desak, shuni esilsak, shuni ilhomlansak, bu yerda har kim o'zininki davlatini qurib o'zining nomida ketib olgandan keyin biz zaten hamda bu kelajakda bizga qanday yo'l nima akila deb o'z xalqimizning nomi, o'z millatimizning nomida nomini tilga ilishdan bu isim bilan davlat qurishdan tortinsak bunun akıbeti qanday bo'ladi? Bu to'g'rilikmi bir qanoatlanarlik bir fikrlarni kutaman. Belki ben o'xshash boshqalar bor bularni kutilgan. Üçüncüsü mening deydig'im nation state degan kelime. O nation'ni men hozirgacha shu millat deb anglab keldim, tushunib keldim inglizchadan. Bu dunyodagi qanday davlatlar ama shu nimadan keyin Birleşken Devlet Teşkilatı kurulgandan keyin bu dekolonizatsiya bo'lgandan keyin kurulgan nation devletlermi? Aşağıdaki devletler köpçülükni teşkil qilgan devletler, xalqlarning nomida qurilgan hamdi. Bunun bilan, bunu qurilish bilan boshqalar u yerda yo'q degan ma'noga kelmaydi ekan bu. Muhim bo'lgan shu davlatning qonunlarining aşağıda yaşayotgan barcha etnik gruplarni aynı seviyede, aynı hukuklarga ega qila olsa, ki g'arbiy davlatlar, demokratik davlatlarning ma'lum darajada bunu ko'ralaymiz. O isim bilanla faqat isimni qo'yish bilanla
u davlatda shu ismi bo'lgan xalqning davlati bu. Shu gapni shularning gapi o'tadi, boshqalarning huquqi yo'q degan ma'noga kelmaydi. Muhim bo'lgan bu yerda ism, shakl emas, muhim bo'lgan aşağıda haqiqiy yer yaşayotgan insonlarning hammasiniki o'xshash huquqqa ega bo'ladigan qonunlarning bekitilishi va ijro qilinishi bu emasmi? Qaysi kuchga degandek mushtaq bir fikrlarim bor endi. Ben uzab ketdi, qabul olmaysizlar. Ya mağ rahmet. Mağ anlayla kana. Xo'sh. Sizdan anlayla bol. Anvarjon akamga ko'p rahmat. Nihoyatda muhim bo'lgan savoldan uchinchi so'rdi. Nihoyatda cho'nqur fikr qilgan asosda büyüklerimizdeki bu savollari bizni mamnun qildi. Hamdayliqi millatning nimasi kelsak, Sharq Turkiston davlatchilik ideyasi, Sharq Turkiston nimasi hech qachon Uyg'urlik kimligidan, Uyg'ur madaniyatidan, Uyg'ur tarixidan onundan vaz kechirgan yoki bo'lmasa töven ko'radigan narsa yo'q. Albatta, qanday bir millat, aşağıdaki yerlik millatlar o'zining huquqini qo'g'dash, o'zining milliy madaniyati, tili, tarixi, diniy mush narsalarni qandaq suyunib, uni taraq qildirish, uni maqtanish, undan narsalarga shunday nimaga haqqi ega bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarniki uningdan faxrlanish, taraq qildirish, uni gullantirish nimasi bor huquqchi. Bu narsada hech kim uni so'ra qilolmaydi. Chunki biz ilohdan yaratilgan vaqtimizlamki, shu millatga tava bo'lib yaratdik uni boshqa bir biz yuzlarimizni qaramaydi bu yuvarsaqmi, boshqa bir millatga tava bo'lolmaymiz. Bu bizningki ilohdan bekitilgan bir haqqimiz. Şoň bizningki bu milliy nimimizden, an'analarimizden, milliy kimligimizden, milliy örf-odat, yezliq, tarix bu narsalarımizdan faxrlanish bu xato narsa emas. Ama bu yerdeki xato narsaning o'zi nima degan chaqda bu millatni, o'sha Uyg'ur millatilamki, o Sharq Turkistonning eng asosiy nimasi shaklga qilib olib, bu qolgan nimasini, qolgan millatlarni inkor qiladi deydigan ma shaklda Uyg'urizmlam şekilde devlet kurumuz, qağallarning huquqini tanımaymiz deydigan, Qozoqning qozoq va Qirg'izning qirg'iz davlati va deydigan. Ma şekildeki halatdagi bu xil devlet qurish shakli kelgusidagi abay deb o'tib ketdim. Shu davlatninki ichida irqiy millatchilik bu millatlar o'tirsida o'zaro to'qinish keltirib chiqishniki asosini hozirlab berdi. Shuni biz bütün millatga o'rtaq tava bo'lgan zaminni asos qilgan holatda Sharqiy Turkiston ya da atamızın qarşı zaminning asli ismi Sharqiy Turkiston xalqini yaratish orqali ulardagi o'rtaqni tepish, o'rtaq bir Sharq Turkiston millatini yaratish orqali Sharq Turkiston davlatini qurishimiz bu bugungi holatdan eng to'g'ri bir qarash deb qarayman. Agar biz ma'lum bir millatni asos qilaylik desak, mutlaq ko'p sondagi biz nimani o'rinda tura olmaymiz. Belki zamanın 50% yetmeyen nüfusninki nimasi Uyg'urlar, belki onundan töven bir gün kundichu. Şuna to'g'ri bo'lgani boshqa millatlarniki huquqini o'zimiznikini tanigandek, tunib, bular bilan qarindoshlik, barobarlik, o'rtaqlikni topgan holatda Sharqiy Turkiston hammamizga o'rtaq bo'lgan zaminni davlatning nomi qilgan holatda davlat qurish bu bir eng to'g'ri, eng mukammal va xatri biz uchun eng az bo'lgan bir xil davlat qurish shakli. Endi o'zining yerlik millatlarning nomini bir millatning ismini qilib qurgan davlatlar bor. Masalan, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiya nimada degandek, ba'zi Yaponiya degandek davlatlar. Bularning nüfusi mutlaq nəhayət çoğ qismini ular bu davlatni qurgan chaqda shunda cho'ng qismini tarkib topqanti. Hatta 90% 100% yaqin nimani tutib turug'liq. Bularning shunga bu holatda masal chiqmoqliq narsalarda. Hamda Uyg'urning nüfusi biz undaq mutlaq holatdagi kuchga ega emas. Ama eng gavdilik, eng g'olliq kuch. Ama biz g'olliq kuch bo'ldik deblam atrofimizga qolgan 40% nüfusni o kuchni hozirdan boshlab undaq chetga qaqsaq, hozirdan boshlab ularning huquqini tanımasak, ularning biz bilan birlikda qurishni, birlikda qarshi nimasini qurishning harakatini boshlamasak, bu bizga birinchidan da'vo yo'lidagi bizning nimamizni, frontimizni kengaytirishga ziyni bo'ladi. Ikkinchidan kelgusida davlat qurilib bo'lgandan keyin o'zimizga
tashqi düşmandan sırf ichki düşman nim qildigan bir ziddiyatlarni nima asosini bir hozirlab beramiz. Shunga eng aqallisi, eng to'g'ri bo'lgani Sharqiy Turkiston kimligi asosida, ya'ni buni siyosiy kimlik deydi, Amerikaninki hozirgi kimligi, masalan, civic nationalism demislik turadi. Buningda hech bir ingliz millatini yoki ma'lum Indiya, Ispan millatini qilmasdan American nation deydi, ya'ni buningda shu Amerikaning siyosiy kimligining asosida boshqa irqiy millatlar, Indiyan bo'lsin, ingliz bo'lsin, irlandiyalik bo'lsin, ispan bo'lsin, hammasi o'zini Amerikalik deydigan shu siyosiy kimlikning ostiga tiqib, mashna qilib davlatni qurib kelgilik. Bizninkimi nimimizda kelgusi ashna to'qinishlarning chiqmasligi uchun Sharqiy Turkiston kimligi deydigan mashna bir kimlikni tuzab chiqib, Sharqiy Turkiston davlatini qursak, bu eng yaxshi bo'ladi deb qarayman. Ümit Musa boy yana telefon qilib qoldi ya, bugun baka bo'lib qolibdi. Qani anglab boqamdiq. Hozir mazmunga jiddiy o'xshaydi. Men ovoz eshitdim. Ümit Musa boy efendim. Gap qilsangiz bo'ldi. Men bu programma rasmiy suhbat bo'ldi. Men chiqsam bo'pti. Nima Envercan akımız 3 nuqtani o'tirib qo'yib o'tdi. Buning ikkisiga mencha Nijat Qerinchimiz javob yetarli javob berdi deb qarayman. Bo'lib Sharq Turkiston ismini men buni birla ta'kidlab qo'ygan nuqtam davlat qurilishining asosiy tarixiy faktlar bo'ladi normalda. Shuning uchun o'tgan 200 yillik mayli g'arbning olsun, mayli sharqning olsun materiallarda Sharq Turkiston ismi ve territoriyasi bütün materiallarda mavjud. Shuning uchun bu bizga eng muhim asos, yani tarixiy asos bu yerdan keladi. Buni bir misol versam, Yahudilar tunji qitim davlat quramiz deb Yevropada yig'ilgan vaqtida Yahudilarning ba'zi bir nimalari, ziyolilari biz tarixda yashayotmaymiz. Biz medeni dünyada yaşadık. Medeni dünya degan gapmi shu birinchi dunyo urushining oldida chiqqan gaplar. Medeni dünyada yaşayotimiz shuning uchun biz amaliy bo'lib, rostchilma, amaliyatchan bo'lib, realist bo'lib, Osmanlıning qo'lidagi Falastinda emas, Afrikadagi Ugandada davlat quraylik degan taklifni sungan. Shu vaqtida Yahudi ziyolilari kuchli bununla qarshi turib, mayli 2000 yilning oldida biz ayrilgan bo'lsakmi, devletning ismi İsrailiya bo'ladi, zimin yana shu zimin bo'ladi deb ching turgan. Chunki tarixiy asosi bo'lmagan, ya'ni tarixda ismidan voz kechib territoriyani olib qolaylik yoki territoriyadan voz kechib ismini olib qolaylik deydigan ish bo'lmaydi. Ism bilan territoriyani tang talab qilish kerak. Bu andan ait muhim nuqta. Shuning uchun Yahudilar qaytadan Falastinga markazlashganda vaqtda Falastin batdi Osmanlıning qo'lida. Şuna bu tarixte bir başka milletlerden bo'lgan bir misal. Yani biz Sharq Turkiston degan devlet kurulgan bo'lsa, biz onu merkezleşishimiz gerek isim jihatdan. Endi yana bir noktada bu millet degan so'zni, nation degan so'zni millet deb tushunaman degan gapni qildi Envercan akamiz. Bu to'g'ri, men buni qo'shilaman. Masalan, bizdami ajdodlarimiz millat degan so'zni shu nation so'ziga ishlatmoqchi bo'lgan. Shu o'xshash ishlatdi. Shuning uchun bizda milliy manfaat, milliy armiya degandek so'zlar ishlatilgan. Ammo bugungi davrda Xitoy millat degan so'zni kimligimizga minzu degan so'z bilan o'xshash qilib qo'yganligi uchun hozir Qozoq, O'zbek, Qirg'iz qatorliqlarni millat, Uyg'urmi bir millat, Xitoymi bir millat bo'lganligi uchun xalqdagi tushuncha, millat so'ziga qarata tushuncha nation degan so'zni ifodalashga yetmaydi. Millat degan so'z nihoyatmi ojiz qoldi-ku hozir bizda. Masalan, yani bu gap chiqqanda hozirgi millat hukmi o'z vaqtidagi etnik hukmini ifoda qilayotamda. Uyg'urchadagi millat degan narsa shu etnisitini bildiradi emasmi? Shuni masalan qarang, millat degan so'zni agar nation deb tushunsak, biz Amerika milliy armiyasi degan so'zni qabul qila olishimiz kerak. Xitoyning futbol komandasini Xitoy milliy futbol komandasi deya olishimiz kerak. Shu vaqtida nation ma'nosiga keladi. Hozir Xitoy milliy futbol komandasi desak, nurg'un xalqimiz Xitoylar milliylarni olmaydi deb qo'pidi-ku. Ya'ni milliy degan so'z, millat degan so'z nation'ni ifodalashda allburun kuchini yo'qotdi Uyg'ur tilidagi millat degan so'zchu. Masalan, yana bir so'z o'ray.
Uyghur American deyli İngilizce. Uyghur American. Biz millet degan so'zni nation deb tushensek, bu yerdagi Uyg'ur degan so'zni milleti deb qaramdiq, American degan so'zni bu. Agar nation deb tushensek, American deganni millet deb, ya'ni milleti degani Amerikalik bo'ladi. O vaqtida Uyg'ur degani etnisitesi yoki etnik kimligi bo'ladi. Ammo xalqimiz milletning nima desa Uyg'ur degan bo'lgandan keyin biz xalqimizning ra'yiga beqib Uyg'ur American degan so'zni tarjima qilganda Uyg'ur degan milleti American degan ulusi deb tarjima qilishimiz kerak. Masalan bu yerda yana bir nima bor, yana bir misol bor. Shveysariya davlatida Fransuzlar yaşaydı, Germanlar yaşaydı, İtalyanlar yaşaydı. 3 millet yaşaydı, etnik. 3 tilini sözleydi. Senin etnik milletin nime desiniz German deb cevap verdi. What's your nationality? Yani ulusun nime desiniz Swiss deydi. Şveysarilik deydi. Şunun için millet degan sözni nation degan sözge işiltiş, hazırki halkımızdan varsada millet degan sözünün umumlaşışının qandaq bo'lishi sebeplik bu millet degan söz nation degan sözni ifodaleyemeydi. Mesela men bu burun Sharq Turkiston nation degan, American nation degandek Sharq Turkiston milleti degan sözni ishiltayli degan sözni men tashabbus qilgan. Tashabbus qilganda Anvarjon akamizdek nation degan söz, millet degan söz şu degan kaldida tashabbus qilgan. Ammo xalqimiz buni qabul qilolmadi. Sharq Turkiston milleti degan nima bizning milletimiz Uyg'ur, Qozoq, O'zbek degandikin onda olsa millet degan so'zni etnisitega qo'yib, Uyg'ur, Qozoq, O'zbek deganlarning milleti bo'lsin. Ammo nation degan so'zga kelgan vaqtda ulusni shiltayli degan professor doktor Abdurashid Qarliq akaning taklifini to'g'ri ko'rdim. Agar yana millet degan so'zni nation ishlasak, manda bir ish bor. Agarda Uyg'ur deganni millet deb buni nation deb ishlasak, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qarindoshlarimizni biz nation degan Xitoy Qozoq milleti Qozoq deb yozgan ekan, biz bu millet Qozoq deb yozishimiz kerak. Xitoy e'tirof qilgan milliy kimligini biz e'tirof qilishimiz kerak albatta. Xitoychilik, ya'ni Xitoyda pek zo'miga bo'lamaymiz. Agarda biz Qozoq milleti Qozoq deb yozib, uningdagi nation deb e'tirof qilgan vaqtimizda enerjimiz degandek tushunsak, Uyg'ur milleti degan Uyg'ur nation, Qozoq milleti Qozoq nation bo'lgan vaqtida bizning ichimizdagi Qozoq va O'zbek qarindoshlarimizning nation bo'lishi o vaqtida qanday bo'ladi? Texnik parchalanishning asosi bo'lamdi, bo'lmamdi. Unda ish bor. Shuning uchun millet degan so'zni etnisitega ilib Uyg'ur milleting nima Uyg'ur, milleting nima Qozoq, milleting nima O'zbek, ammo hammamiz Sharq Turkiston nation, ya'ni Sharq Turkiston ulusi degan narsani o'tirib qo'ymoqchimiz. Andiki Uyg'urlik degan bir boshqa davlatlarning bizga qilgan kamsitish va boshqalar qarta inkosimiz degan jumlani ishlatdi. Men bu yerda Desmond Tutuning Nobel mukofoti olgan Janubiy Afrikadagi apartheid, ya'ni qartaliklarni kamsitadigan sistemdan chiqqan Desmond Tutuning mundaq bir so'zi bor. O'sha aqtalliklar shunda bularni kamsitib nima qilayotganda mundaq deydi. Biz qaralar aqtalliklarga yaxshi muomala qilishimiz kerakki, ular bizga shunday zulm qilayotgan bo'lsa-mu, bizning muomalamizdan o'zining insonligini esiga olsin deydi. Agar bugun masalan O'rta Osiyodagi yoki boshqa davlatlarda bizga nachar muomala qilinayotgan ish bo'lsa, bizni Xitoyga o'xshash qirg'in qilgan ish yo'q. Shunday. Agarda akamiz degandek nachar muomala qilgan past ko'rgan ish bo'lsa, u tuziladi. Uninglik sababidilla bizmi o'zimiznikini ko'tarib chiqib, boshqalarni bundaq ko'rimiz desak, Amerikaliklarning bir gapi bor, ikki xato bir to'g'rini chiqarmaydi deydi. Ular xato qilgan bo'lsa, bizmi bir xato bilan to'g'rilamaymiz uni, to'g'ri bilan to'g'rilashimiz kerak. Shuning uchun davlatning ismining Sharq Turkiston bo'lishining sababi u nation so'ziga ulus so'zining chiqishimi millat degan so'zning rolini yo'qotganligi. Ondan keyin Uyg'urlik agar bugun chiqayotgan Uyg'urizm inkas shaklida bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga selishimiz kerak, chunki hargizmi boshqa davlatlarda misolga agarda shunday bo'lsa, bizga bo'lingan xato muomala bizning ularga xato muomala qilishimizning yo'lini ichib bermaydi, bizni haqli ko'rsatmaydi, bizga u qonuniy huquqni bermaydi. Shuning uchun meni ta'kidlab qo'yganlarim o'sha.
Nicat kardeşimizden vaktini pek ilip aldık. Nicat kardeşimize verelim mikrofonu. Oldu ben telefon kılmayayım. Bak rahmet. İzahat, koşumçu zaten. Allah razı olsun. Nicat, Amin. sizin koşumçuda ben bana Yok, başka nemi yok. Eğer soraydigan sualımızsa şu haberden Şadaq sözün Vasımca. 3 kıtım bölünüp ketip hesapta men əslində plan qılınğan sualdan qaçdıq. Hem məzmun uzarab ketib qaldı. Şuna onu körülməlilərinin aqlıga qoyub qoysaq keyin inkar şəkildə düşkən suallar qatarida yazılı şəkildə cavablarımız inşallah. Xoş, mat timin nimine programını biraz qısqa qilish tələbi kun sari kelyapti bizga. Hammalarning vaqti qaradi biraz qisqa bo'lganligi uchun. Pat-pat qilsanglarmi, az qilsanglar saz bo'lsa degan talablar bo'lyapti. Bizim bo'lgan shu talablarga bo'yin qilyapmiz. Ustamni usta qilgan buyruqcha deb xalqimizning buyurtgan talabini biraz o'rinlashtirishib qilyapmiz. Ba'zan programmalarda bas munozara biraz qizib ketgan chog'da qo'yib qo'yish lozim bo'ladi deganimda. Bugungi programma Umid musobaqa qilishimizdan qatnashish bilan hal boshqa bir mazmun mo'llashdi. To'g'ri. Ko'p rahmat. Sizlarga Bugungi temaga aloqador, programmaga aloqador oxirgi tavsiyalar bo'lsa, so'zlar bo'lsa olsak, andan keyin Alloh nasib qilsa oldimizgi kunlarda keyin tushgan savollarni birga javoblash shaklida yana bir qatam bir qisqa program qilsak mayli. Albatta, bugun Bugun aldıdan sizlarga va vaqtdan chiqarib bu programmani anglagan barliq Sharq Turkistonlik vatandoshlarga rahmatimizni bildiramiz. Agar savollar bo'lsa, zot shaklidagi, nima shaklda yozib qo'ysa keyin qatam yana boshqa bir program qilsak bo'ldi. Boshqa ta'kidlaydigan nima yo'q. Gapning qisqa, yig'inchoq bo'lgan yaxshi, mayli manfaatli nima qilish uchun maylarning vaqt chiqarib ko'rganiga tashakkurimni bildiraman. sizlarga rahmat undaqda. Sizlarga rahmat. Hammalarning mashg'ulotlari biraz oldiga silib olgan jiddiy vaqtning o'zida muhim bir temani o'tirib o'tdik. Balkim bu texmi mufassal shaklda tushuniladigan qarindoshlarimizning g'idiqini keltirib qo'ysa, ularning tilidan texmi yaxshi o'rganishimiz bilan anglab qolishimiz mumkin. Xo'sh. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Oldimizga boshqa programmalarda tekrar yuz ko'rishamiz. Xudo rahmat. Allohga rahmat. Alloh bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, programmani bugun bu yoqqa qadar qildik. Oxirgi kelgancha biroz texnik masala ko'rilgani tufaylidan aslida o'lcham bo'yicha oyoqlashtirish imkoni bo'lmadi. Amon bo'linglar, programmani bu yoqqa qadar qilamiz inshaalloh. Oldimizgi kunlarda Alloh nasib qilsa, yana yangi mazmunlarda tekrar Nicat qarindishimiz bilan birlikda Umid Musoboy, shunga o'xshash zamonimizdagi yangi fikr paydo qilayotgan mas'uliyatni ustiga olish uchun yangilarni turayotgan yoshlarimizning yangi fikrlarini tekrar ekranlarimizda sizlar bilan o'rtoqlashamiz inshaalloh.